Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tkazizlarmi haftani? Bugun men sizlarga shu Aziz Rahimov tomonidan bu 2025-yilda o'qish tavsiya qilingan birinchi kitob The Almanac of Naval Ravikant kitobini prezentatsiya qilib bermoqchiman. Ya'ni bu shu Naval Ravikant haqida almanax. O'zi almanax degan so'zning ma'nosi nima o'zi? Qidirib ko'rganimda bu shu masalan turli yozuvchilar yoki shu ma'lum bir janrlarga ko'ra turli yozuvchilarni ishlarini, asarlarini bitta to'plamga yig'ish ekanda, shunda almanax bo'ladi ekan. Turlilarni yig'ish. Bunda nimaga almanax deyilgan Naval Ravikant haqida? Chunki bu Naval Ravikantni o'zi yozmagan bu kitobni. Uni sherigi yozgan, Erik Jorgensen degan odam yozgan. Bu ham shu biznesmen, investor odam hisoblanadi, shu sherigi. Chunki har doim bundan birga yurgandan keyin buning bilimiga havas qilgan, uni ilmiga nima qilib yurgan, havas qilib yurgan odam va bu kitobni shu o'zida masalan Naval Ravikant turli YouTube loyihalarida, podkastlarda yoki o'zini tweetlarida yozgan, nimalar ijtimoiy tarmoqlarda, bloglarda yozgan hamma ma'lumotlarni bitta kitobga jamlab, shuni kitob shaklida chiqarib bergan, to'plam qilib. Shuning uchun almanax deb nomlagan. Va juda hurmat qiladigan, boshidan hurmat qilishini, uni qilgan ishlarini sanab o'tgan, turli kompaniyalarga asoslagani shu haqida yozgan. Va bu kitob asosan mana bu yerda ham keltirilgan boylik va happiness, baxt haqida gapirilib o'tgan gaplar haqida. Va bu yerda asosiy nimalardan biri, g'oyalardan biri 3 ta narsa, eng muhim narsa hayotda bilamizki, bu boylik, sog'lik va baxt. Va biz ana shu ketma-ketlikda harakat qilamiz deydi. Birinchi bo'lib o'zimizdan baxtli bo'lish uchun pul topishimiz kerak. O'zimiz sostoyaniyamiz, ya'ni yashash jihatdan ma'lum bir miqdorga yoki darajaga chiqib olsak, biz baxtli bo'lamiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun birinchi bo'lib boylikni ketidan yuguramiz deb nima qiladi. Undan keyin sal darajamiz ko'tarilgandan keyin o'sha sog'likka ham e'tibor berib qolamiz. Keyin qarasak, asli biz baxtli bo'lmagan ekanmiz. Ya'ni baxt qidirishni boshlaydi ekan keyin o'sha darajaga chiqqandan keyin. Lekin bu asosiy muhimlik darajasi asli orqadan keladi deb tushuntirgan. Chunki endi bilmadim, bu o'sha shu darajaga chiqib bo'lgan Naval Ravikant, ya'ni qaysidir podkastda olingan bo'lsa kerak, shu darajaga chiqib bo'lgan, mana bu bosqichlardan o'tgan va baxt qildirish bosqichiga o'tgan. Endi kitobda asosan shu birinchi darajali baribir baxt ekan degan ma'noda urg'u ketadi. O'zi Naval Ravikant kim desak, bu shu asli hindistonlik biznesmen ekan. Keyinchalik Amerikaga ko'chib o'tib ketgan yoshligida. 1974-yil tug'ilgan ekan. Keyinchalik shu Amerikaga ko'chib ketib, shu yerda o'qigan, dasturchilik bo'yicha, keyin shu alohida kompaniyalarga asos solishgan va keyinchalik investor sifatida o'tib ketgan. Ya'ni startaplarga investitsiya qilish orqali ancha ko'p pul, ya'ni boyligini asosan shu orqali topgan keyinchalik. Angellistmi shu asosiy kompaniyalardan biri bo'lgan birinchi startaplarga nima qilgan? Investor degan qanday bo'ladi? Investorlar startapga shunaqa. Beminlar tomonidan beradigan odamlar bo'ladi. Shularning asosiy asoschilaridan biri ekan, Angelist Chief Executive Officer. Uberga ham birinchi investitsiya kiritgan ekan. Twitter, Postmates, SnapLogic, Yammer degan kompaniyalarga. Keyin o'zi darajasi qanaqa bu kitobda ikkita qismga bo'lingan. Wealth, boylik va happiness, baxt. Boylikni o'zi ikkiga bo'linadi. Boylik qanday quramiz? Boylik qanday quriladi, yetishiladi boylikka? Ikkinchisi building judgment. Ya'ni bu qanday desa bo'ladi? Aziz Rahimov o'zi chiqargan tahlilda farosat deb bergan ekan. Endi bu boyagi. Masalan, hozir qilayotgan ishingizni kelajakdagi natijasini bilib turib qaror qabul qilish. Ya'ni kelajakda to'g'ri bizga natija olib keladigan qarorlarni qila olish qobiliyati deb tushundim men. Осознанный? Осознать. Kelajakdagi natijasini bilib turib qaror qabul qilish ekan, to'g'ri qaror qabul qila olish. Shuni haqida yozilgan. Keyin ikkinchi qismda happiness, baxt haqida, bu
happiness baxt haqida o'rganiladi, qanday unga erishiladi, boshqa narsa. Keyin saving yourself, ya'ni o'zingizni asrash, o'zingizga ko'proq urg'u berish haqida va oxirgisi filosofiyasi. O'zini hayotdagi filosofiyasi haqida, Nal Rankatning filosofiyasi haqida yozib o'tgan Erik Jorgensen. To'plagan ma'lumotlarni. Endi yo'qmi? Sog'liq yo'qmi? Sog'liq ham saving yourself'ning ichida ketgan yoki learning happiness ichida. Ya'ni baxtli bo'lishni bir qismi sifatida sog'liq. Asosiy shu ikki temani ichida. Uchta masala o'zi. Sog'liq, health, sacrifice. Yo'q, happiness ichiga kirib ketganda sog'liq. Shunaqa nima qilingan happiness ichida. Va mana shu 5 ta ikkita bo'lim, 5 ta bob bo'ldi. Bo'limlarning ichida yana bo'limchalar bor, boblarning ichida keyin. Shularni birinchisidan boshlasak endi, birinchisi boylik qurishda shu boylik qanday yaratiladi? Eng birinchi boylikni o'z tushunchasini aniqlab olsak, nima bu boylik degani? Masalan, bu shu to'plangan ma'lumotlarda aytilganki, kitobda boylik bu pul emas deb. Pul bu shunchaki sizning vaqtingizni qanday o'tkazish yoki nimadir sotib olish urfingizmi, shunaqa darajadagi narsa deb. Boylik bu biror bir mulk yoki obyekt, u o'zi ham pul turadi masalan va u sizga pul ishlab olib turish kerak ekan. Boylik bo'lishi uchun. Ya'ni masalan eng oddiy misollardan biri sifatida nima qilishgan, menimcha Azrahim nima qilgan, aytgan, oddiy kvartirani ijaraga berib qo'yish ham bu yerda boylikka aylandi u. U o'zi ham qanchadir summa turadi, qanchadir summa kam bo'lsa ham oyga olib kelyapti, lekin to'g'ri katta foyda olib kelmaydigan boylik bo'lyapti. Bu yerda to'g'ri ishlatilmaganmi, shunaqaroq. Помещение, ya'ni balki binodan to'g'ri foydalana olmaslikda, boylikda. Shu tomoni bor. Bu boylikda hozirgi zamonda imkoniyatlari ko'proq yaratish. Qanday masalan, hozir media rivojlangan zaman, hozirgina Sanjar aka boya menga ko'rsatayotdi. Boylik sifatida ko'rsak bo'ladi shu. Masalan, bitta ustoz bor ekan, qanchadir podpischiki bor. 120 mingta. Mana shuni ham boylik sifatida ko'rsak bo'ladi. U Instagramda kanalni o'zi bitta boylik qanchadir summa turadi, sotib olsa ham hozir olishadi qanchadir summaga, shuncha podpischik bilan. Va u shu yerda hozir 120 ming podpischikka kimdirlar masalan reklama berishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, qanchadir summa keltirib turibdi. Bu yerda u masalan u yerda ishlab topayotgan masalan oylik jihatidan ishlayotgan puli bu boylik emas. U qanchadir summa kelib turadi, lekin qachondir siz sog'lig'ingiz yomon bo'lib qolib ishlay olmay qolsangiz, u pul to'xtab qoladi oqimi. Yoki ertaga siz pensiyaga chiqishingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. U masalan shu to'xtayapti-da, u pul bu boylik emas, kelib turgan pul boylik emas. Qachondir to'xtab qoladi. Boylik bu shu obyektga shunaqa mulkka ega bo'lish kerak. U siz ishlamaganingizda ham pul keltirishga, hattoki uxlaganingizda ham deydi masalan. Uxlagan paytda masalan shu baribir podpischiklar qoladi, masalan kechki payt ham kimdir reklama so'rab yozishi mumkin. Shunaqa boylik asli o'zi ham pul olib kelib turish kerak deydi. Passiv dohodi bo'lishi kerak ekan. O'zingizga pul bu boylik emas. Boylik emas. Oylik ishlash boylik emas. Shu boylikni to'g'ri tushunib, buni bilan tushunchasi bo'yicha shunaqa deyapti. Keyin ana bu boylikka faqat hard work bilan erishilmaydi deydi. Ya'ni faqat qattiq ishlash bilan erishib bo'lmaydi bu boylikka deyilgan. Masalan, haftasiga 80 soat ham ishlash mumkin-da, 40 soatdan 40 soat nima qo'yilgan chegara. 80 soat ham ishlashingiz mumkin, lekin bu boylikka erisha olmasligingiz mumkin. Asosiysi boylikka erishish uchun bu nima qilishni bilish, qachon qilishni bilish, kim bilan qilishni, qayerda qilishni bilish. Mana shu narsalarni aniqlab olish kerak deb nima qilingan. Agar bu narsani bilmayapsizmi, asosiy ishing urg'ungiz bu ana hard workga bo'lmasligi kerak, qattiq ishlash emas, ana 80 soat. Asosiy masalan 40 soat ishlasangiz, u yoqdagi 40 soatini hech bo'lmasa shu boyagi narsalar, savollarni topishga sarflash kerak deyapti-da. Nima qilishim kerak o'zi, qayerdan, qachon qilishim kerak degan narsa. Va bu narsalarni hozir yana qo'shimcha tavsiyalar boblarda berilgan, qanday shakllantirish boylik. Ya'ni boylik qurish uchun kerak bo'ladigan skilllar masalan. Bizga kerak bo'lgan fazilatlar. Birinchisi specific knowledge, ya'ni qandaydir maxsus bilimga ega bo'lishimiz. Bu qanday shakllanadi degan oddiy juda nimasi, qoidasi bu o'zimiz yoqadigan ishni qilish. Yana bitta joyi bor. O'zimiz yoqadi deganda chalkashtirib qo'ymasligimiz kerak. Masalan, yoshligimizdan biz nimadir bo'lishni xohlaganmiz. Masalan,
o'zimda siyosatchi bo'lish, ko'pchilikka foyda keltirish deb o'ylaganman. Lekin u shunchaki meni orzuyim yoki maqsadim bo'lgan, lekin o'zim yoqtirib qiladigan ish emas ekan. Uni qachon anglaganman, shu narsani masalan universitetga kirib o'qib ko'rgandan keyin, boshqa o'qigandan keyin, baribir qiziqishlarim unga oxirigacha tortib ketmadi masalan. Meni qiziqishlarim ko'proq boyagi hozir mana auditda ishlayotgan bo'lsam, ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslash, undagi kamchiliklarni, xatolarni topish ekan. Ko'proq aytdim, mana haftaning boshida 4 kun shu ishim bilan shug'ullandim. Hatto kechasi uyga borib ham ishladim. Menga qiyinchilik nima bo'lmadi. Asosiy o'zim yoqtirib shu ishni qildim. Shunaqa yoqtiradigan ishni topib olish va mana shu ishni ustida ishlagandan keyin sizda boshqalardan ko'ra ko'proq bilim qanday natijaga erishish, bilimga olish imkoniyati katta bo'ladi. Shu haqida aytilgan. Yana bitta tomoni specific knowledge'da oldingi prezentatsiyada ham aytgandim mana. Serendipity'ga borib taqaladim-cha, knowledge hab masalan faqat bitta sohada mana shu auditda masalan bunda IT nima xodimimiz deylik, Shohrux aka. Specific knowledge shakllangan faqat bitta sohada emas, boyagidek har xil sohadan kelsa, sizni boshqalardan ajratib turadigan bilimingiz mukammallashadi. Masalan, ular hozir ITdan AppSheet yasayapti-yu. AppSheetda masalan hozir bizning o'quv markazida o'sha moliya tizimi qanday qurilganini yoki o'quv tizimi, o'quvchilarni qanday kiritish, pullarni qanday kirdi chiqdilarini o'rgandi. Ya'ni boshqa o'quv markazlariga ham shu narsani qilib bera oladi. Faqat AppSheetni o'zini o'rganish, masalan yangi kursni bitirib chiqqanlar, u maxsus bilimga ega emas. Shunchaki vositaga ega, maxsus bilim qachonki u tajribasi bilan qo'shilib, masalan shu moliyani yoki moliyani oldindan bilganida moliya qismini qurish osonroq bo'ladi. Hozir moliya qismini qurish sizlardan o'rganib nimadirlar qilgan bo'lish mumkin. Agar oldindan moliyani bilsa yoki masalan boshqa sohalardan qurilishda ham ularni ishini oldindan qurilishda ishlagan bo'lsa, ularga bemalol o'zini mahsulotini taklif qilib borishi mumkin. Boshqa AppSheet shunaqa qurib beradiganlardan ko'ra bunda maxsus bilim bor. U qurilish sohasidan bilimi va AppSheet sohasidan. Mana shunaqa kombinatsiyalardan shakllanadi deb nima qilgan. Mana shu bilimni shakllantirish kerak. Boylik bo'lish uchun. Shunda boshqalardan o'zi siz allaqachon ustunroqsiz va u dastur ham sizga qandaydir ma'noda boylik desa ham bo'ladi. Masalan, Shohrux aka bitta qurib beradi-yu. Masalan, IT xodimi sifatida AppSheet bitta boshqa kompaniyaga qurib berdi, u shunchaki shu bilan to'xtab qolmaydi-da. Yana nimadir buzilib, bug chiqadi, boshqa qiladi. U davomiy va bular bilan bog'lanib turadi. Qandaydir summa kelib turadi undan, nimadirlarni to'g'rilab bergani uchun. Boylik bo'lib xizmat qilishi mumkin shunaqada. Skill specific knowledge is something you did not even consider a skill, but you shuni so'rash kerak. Bu narsani boshqa odamlardan so'rash kerak. Menda nima bor? Boshqalardan ajrattiradigan. Buni nimaga aytgan? Shunaqa so'rasangiz bo'ladi. O'ziga misol sifatida olgan. Naval Ravikant yoshligida ana olim bo'lishni orzu qilgan ekanda. Nimaga? Ana koinot haqida, boshqa bilimlar haqida, ilm fanga juda qiziqqan ekan, lekin bu boyaga pastda yozilgandek faqat dream bo'lgan, orzu bo'lgan. Onasi aytgan ekan unga, sen olim bo'lmaysan, sen biznesmen bo'lasan deb aytgan ekanda. O'sha paytda ishonmaganman dedi. Bor vujudi bilan u olim bo'lishga orzu qilgan, lekin nimaga onasi aytgan, sen biznesmen bo'lasan deb? Chunki yosh paytidan ana o'zi tinchmas bo'lgan ekan. Ana nimadir olib turib boshqalarga sotish, qimmatroqga, o'zini shu yon atrofidagi sinfdoshlar, kursdoshlar shularga ham qandaydir bizneslar qilib yurgan ekanda, o'zini pulni o'zi topib bergan qandaydir yo'llar bilan. Kichik ko'rinishdagi bizneslarda bu ham oldi berdi boshqa. Mana shu narsalarni ko'rib, sen biznesmen bo'lasan, ilm-fan nima emas, olim emas degan ekan, ishonmagan, lekin keyinchalik baribir qaysidir paytga borib shu biznesmenlikka o'tib ketgan. Shu jihatdan aytgan. Ya'ni o'zi payqamaganda, masalan, u biznesmenlik jihatidan unda qobiliyat borligini. Ba'zan o'zingiz ko'ra olmaysiz, yoningizdagilar ko'rishi mumkin. Nimada usta ekanligingizni, nimada yaxshi boshqalardan yaxshiroq qilayotganingizni. Siz endi har doim shu narsani qilib yurganingizdan keyin u boshqalardan yaxshiroq qilayotganingizni bilmasligingiz mumkin boshqa paytlarda deydi. Shuning uchun aytilgan. Keyingi fazilat bu play long term, ya'ni long term games with long term people. Ya'ni qaysidir o'zingizga mos keladigan ishni yoki o'zingizga mos keladigan jamoani topdingizmi, u yerda shu uzoq vaqt
ishlashga, u yerga o'zingizni investitsiya sifatida kirishga harakat qiling deyapti. Masalan, biz shu Kolbaga keldikmi, agar o'zimiz qilayotgan ishimizni to'g'ri deb bilsak, o'zimizga yoqayotgan bo'lsa va o'zimizni qo'shayotgan hissamizni to'g'ri deb baholay olsak yoki shu yerdagi jamoani o'zimizni kelajakda ham birga ko'ra olsak, shu yerga iloji boricha o'zimiz investitsiya qilishimiz kerak deydi. Ya'ni iloji boricha shu yerda qolishga, o'rnashishga, ko'proq foyda keltirishga qaror qilishimiz kerak deydi. Masalan, to'g'ri, boshida bizga birdaniga boylikka boyagi bizga pul olib kelib turadigan darajaga chiqmasligimiz mumkin. Masalan, kompaniyadan qanchadir ulush yoki boshqa narsaga. Lekin investitsiya qilyapmizmi o'zimizni, oxirigacha boryapmizmi? Balki 1-2 yilda bo'lmas, 5 yilda bo'lmas, 10 yilda bo'lmas, 15 yilda, 20 yilda balki qanchadir ulushini berar, boshqa qilar. Boshqa chet ellarda ham shunaqa bo'ladi ekan. Masalan, IT ishniklar biror bir shu kompaniyada, startaplarda boshidan boshlaydi. Yoki keyinroq kelgan bo'lsa ham uzoq vaqt muddat ishlagandan keyin, ko'p foyda keltirgandan keyin, masalan 1% ulushini bersa ham, u paytlarga kelib 1% ulushi ham o'zi ancha miqdorda sizga boylik kelib turadigan bo'ladi-da. Oladigan oyligidan ko'p bo'lishi mumkin. O'sha paytga kelib masalan oyligi ham ko'tarilib qoladi, oylikdan yuqori ham bo'lishi mumkin. O'sha darajaga chiqishni nima qilyapti-da? Boshqa joyga ketib o'zi sinash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu yerda o'zingizga to'g'ri deb bildingizmi? Shu yerda oxirga investitsiya qilishni o'zingizni taklif qilgan, tavsiya qilgan. Oxirgacha borib, boyaga shu biznesni qandaydir bir bo'lagiga aylanishdi. Boyligini shu biznesdan qandaydir orttirishdi. Keyingisi take on accountability, ya'ni o'zingizni bo'yningizga hisobdorlikda olish. Bu ham boyaga shu biznesda qandaydir ulush olish nimaga bitta qadamlardan biri deyish mumkin. Yoki o'zingiz bo'yningizga mas'uliyat olish. Ya'ni hozir masalan qanday? O'zimizda ham qadriyatlarimizda bor-ku. Siz kompaniyaga nimadir qilmaguncha yoki qo'shimcha nimadir qilmaguncha oyligingiz yoki lavozimingiz oshmaydi. Bu ham shunaqa. Bu yerda risk olishdan qo'rqmaslik kerak. Masalan, biron bir muammo ko'ryapsizmi? Kompaniyada men hech kim yechmayapti. Mana shu muammoni keling menga beringlar, shu muammoni men o'zim yechishga harakat qilib ko'raman. Agar yecha olmasam ham, kompaniyaga zarar bo'lib qolsa ham, o'z bo'ynimga olaman, kerak bo'lsa shu oyligimdan to'layman yoki boshqa deb, mana shuni yechishni o'z bo'yningizga olish kerak. Mas'uliyat qandaydir. To'g'ri, yecha olmasligingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatsizlik bo'lishi mumkin. Ba'zi kompaniyalar masalan Kolbada u jarimasini ham to'latmaydi agar minusga ketsa ham deb o'ylayman-da. Qadriyati to'g'ri bo'lgani uchun. Bu yerda aytayapti, endi boshqalar to'lattirish mumkin, to'lattirganda ham hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, bu omad deydi. Oldingi zamonda masalan sizning qanchadir pulni yo'qotib yuborganingiz uchun qamash yoki qandaydir jazolar, o'lim hukmiga nima qilish, o'lim hukmiga sizni jazo sifatida qo'llash sizga shunaqa narsalar yo'q degan nima. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak deyapti. Qanchadir mas'uliyatni oling va harakat qilib ko'ring. Va bu risklarni olgandan keyin sizni o'zingizni bilimingiz ham, tajribangiz ham oshadi ancha. Shu mas'uliyatni olish orqali o'zingizni lavozimingizni yoki nimani oshirib borasiz va kompaniyadagi o'zingizni rolingizni, boyagi qo'shayotgan hissangizni oshirib borasiz. Keyingisi find a position of leverage. Position of leverage. Ya'ni bu leverage ni aniq tarjimasini qila olmaganman. Richak deyilgan. Endi o'zbekchada dastak desam, nimadir. Nimadirga ta'sir ko'rsatish uchun qandaydir vosita. Masalan, bu yerda 4 xil vositasi bor deb keltirishgan. Kapital bu masalan qandaydir loyiha chiqib qoldi. Siz shu kapital orqali, pul orqali siz unda ta'sir ko'rsatib, mana shu loyihani yurib ketishiga ta'sir ko'rsata olasiz. Yoki ishchi kuchi sizga bo'ysunadigan odamlar bor, qaysidir loyihani yuritib bora olasiz. Shunaqaroq degan va lekin bu ikkita nima oldindan kelayotgan richaklar qadim zamonlarda kapital va pul. Shuning uchun jamiyatda ko'pincha puldorlar va shu qo'lda ishlaydigan masalan hukmdorlar boshqalar, qo'lda ishlaydigan xodimlar bo'lganlar ta'sir kuchi yuqori bo'lib, jamiyatda statusi baland bo'lgan oldindan. Va ko'p narsaga muvaffaqiyatga erishganlar asosan shular bo'lgan. Lekin hozir
zamon rivojlangan. Bu yerga boshqa richaklar qo'shilgan. Kod va media degan. Kod bu boyagi ITdagi kod. Shunaqa dasturlar yaratishingiz mumkin va uni boshqa kompaniyalarga sotishingiz mumkin. Bu sizga qandaydir ta'sir kuchi kelib shu boylik qurishingizga qandaydir foyda keltirib turadi deydi. Media ham ta'sir kuchi sifatida, masalan, shunaqa bir katta podpiskaga ega bo'lgan YouTube kanalingiz yoki Instagramda loyihangiz bo'lsa, bu o'zizni shu doimiy reklamalar olib turishingiz yoki masalan qo'shimcha hamkorlik uchun yangi bir loyihalar olib kelishlari ham mumkin-da. Sizni auditoriyangiz bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun qandaydir sizga shu boylik qurishda richak bo'lib beradi, ta'sir ko'rsatishda deb nima qilgan. Asosiy shu 4 ta nima. Shu mediani ham rivojlantirish hozir ancha internet rivojlangani uchun qulay shakllardan biri bo'lib qolgan. Hozir shuni nima xulosa qilding? O'zingizlar sen tushuntiringmi? Hozir men 4 ta richak deganini tushundim. O'shanda ikkitasini tushundim. Yengillik hozirgi zamonga mos. Kod va media. Kod va media. Ikkitasini yaxshi tushunmadim. Boshlanishdi. Pul bilan labor, mehnat jihatidan. Pul bu sizda ortiqcha pul bor. Yangi nimadir loyiha boshlab yuborish, sizda ta'sir kuchi bor o'zi. Puli yo'q odam yangidir nimadir qila olmaydi. Masalan, o'zingiz boya ishonch marketni qurdingiz-ku. Sizda qanchadir ortiqcha summa bor edi, o'sha sizda richak bor edi. Mana shu yerga qurdingiz va sizga masalan ko'p vaqtingizni ajratmayapsiz, lekin sizga pul keltirib turibdi, boya boylik. Qanchadir summada. Mana shu narsa richak sifatida o'ynagan sizga. Lekin puli yo'q odam bu yerga hozir qila olmasdi. Labor ham shunaqa, qo'lda qanchadir mehnat qiladigan odamlari bor yoki yordamchilari bor. Ular orqali yangi nimadir loyiha boshlash osonroq. Unga ergashadigan odamlar yo'qligidan ko'ra. Shunaqa richak bo'lib bera oladi. Zo'r narsa aytgan ekanda. Capital and labor permission degan pul bilan mehnat, bular permission, ya'ni ruxsat so'ralish kerak bo'lgan, cheklovlari bor. Richagini oladi, masalan. Cheklovlar bor, masalan, biznes ochishing uchun yoki kimnidir qo'lida ishlashing uchun, kimnidir qo'lingda ishlatishing uchun puling bo'lishi kerak edi. Nimadir ish qilish uchun pul bo'lishi kerak edi. Amaliyotda pastda kod va media degan shu programma va mediada qilish ruxsatsiz degan. Hech kim ruxsat xohlagan paytda qila olasiz. Borib dokument qilmaysan, sesdan ruxsat olmaysan, MCJ ochtirmaysan, boshqa qilmaysan. Sirazi olib kod o'zing yozishsan yoki mediada o'zing boshlayverasan. Shu osonroq demoqchiman. Kod bilan media. Chegaralar yo'q. Yangi boylar mana shundan foyda oladi. Chegara kamda bu yerda. Faqat o'ziga bog'liq. Hozircha unaqa hech kim chegara qo'ymagan bu yerda. Masalan, media sohasida ham, software sohasida ham, IT sohasida ham chegaralar kamroq ham. Restoran biznes yoki bog'cha biznes, maktab biznesga qaragan. Shunaqa. Mehnatda ham masalan sizga kimdir ishonib o'zining kuchini, mehnatini bera olish kerak-da. Sizga bo'ysunish kerak yoki aytgan gaplaringizga kirish kerak. Pulda shu oldindan pul to'plagan bo'lishingiz kerak. Bular noldan boshlash uchun ham hozir qulayroq. Boya cheklovlari yo'q. Ega bo'lish oson. Umuman olganda yaxshi kitob bergan, shunaqa ko'p yaxshi nimalarni bergan, g'oyalarni. Zo'r joyi bor edi. Qo'shganimiz nimani shu boy birinchi slaydga ma'nosi bor edi. Anaqa ishlasa, oylik ishlash deganda, oylik ishlash bu san hayotingni sotish degani. Kimdir qimmatga sotadi, kimdir arzonga sotadi, skilliga qarab. Lekin baribir hayotni sotish, masalan, doktor bo'lsa ham baribir 40 yil ishlaydimi? 40 yilini nech pulgadir sotyapti. Chunki ishga bormasa, hech kimga oylik to'lamaydi. Shu boy vaqtini ajratgani uchun 8 dan nechigacha kimdir unga pul beryapti. Shuning uchun beryapti. Mardikor yoki boshqa odam ham quruvchi, masalan, boshqa ham u ham xuddi shunaqa vaqtini sotadi. Doktor ham vaqtini sotadi. Doktor skill sal ko'proq bo'ladi, chunki sal ko'proq vaqt qimmatroqqa sotyapti, lekin boylik emas, boshida aytgan. Baribir shu vaqtini sotyapti. U vaqtini sotgan uchun kelyapti. Qachondir kasal bo'lib qolsa yoki nafaqaga chiqib ketsa, uncha pul kelmasligi mumkin. Bu boylikda davomiy kelib turadi. Shu narsani nima qilgan? Zo'r tushuntirgan. Get paid for your judgment. Qullikka o'xshaydi. Quldor ham o'zing, qul ham o'zing. Shunaqa. Judgment uchun to'laning, siz haq oling deyapti. Bu judgment
boya aytdik, farosat deb nima qilish mumkin yoki shu kelajakda siz qandaydir to'g'ri bo'ladigan qarorlarni qabul qilish kelajak uchun foydasi bo'lgan. Masalan, ishda deydi, siz qilayotgan ishingiz uchun emas, mana shu bu o'zi aytgan, qilayotgan ishim uchun emas, men judgment qaror qabul qila olish, to'g'ri qaror qabul qila olishim uchun to'lashni xohlayman deydi. Masalan, qilayotgan ishim ana oddiy ishlar bor-ku, u ishlarni men ishim uchun qilinmasi kerak-da. Mana shu ish qilinmasa menga to'lanish emas. Masalan, u ishni shunchaki qilish kerakmi, uni robot olib kelib qilsin yoki kompyuter qilsin, nimadir qilsin. Lekin men shunchaki qaror qabul qilganim uchun to'lanishini xohlayman deydi. Shunda mana unga to'lanish ham yuqoriroq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Misol sifatida u Warren Buffett keltirgan qarorlar uchun to'lanadi. U qaror qabul qila olish qobiliyati uchun. Masalan, u yangi nimadir hamkorlikda loyiha boshlamoqchimi, boshqami? Shunchaki uning to'g'ri qaror qabul qilish uchun, mana shuni qilish yoki qilmaslikni qaror qabul qilgani uchun yoki to'g'ri yo'nalish bergani uchun pul to'lashadi. Borib turib ana nimadirdir hisoblagani yoki mijozdagi xizmat ko'rsatgani uchun emas. Shunchaki u qarorni qabul qilib turadi, yo'naltirish strategiyani u yoqda boshqa ishlarni kompyuter qilsin, robot qilsin deyapti-da. Men o'sha ishni qilganim uchun emas, to'g'ri kelajakda foydasi keltiradigan qarorni qabul qilganim uchun to'landi deyapti. Analiz qilish yaxshi bo'lsin. Analiz qilgani uchun, fikrlar olgani uchun odamlar pul to'lasin. Shunaqa. Bu uchun boyagidek specific knowledge bo'lish kerak boshidagidek. Keyin prioritize and focus. Ya'ni fokus qilish haqida keltiryapti. Sizning vaqtingizni sizdan ko'ra boshqalar qadrlay olmaydi deyapti. Ya'ni eng ko'p qadrlagan odam o'zingizsiz. Bu nima qilgan? Oldinlar ham eshitganmiz, o'zingizni 1 soatlik qadringizni aniqlab oling degan. 1 soatda masalan oyligingizni shu soat 1 soatda qanchaga to'g'ri kelishini hisoblash kerak. Qancha 30 mingmi, 50 mingmi, 100 mingmi? Mana shuni hisoblab olsangiz, keyin yana mayda ishlar nimadirlar keladi-yu. Masalan, bu yerda eng oddiy ishlar bo'lsa ham, masalan, ovqatlanish deyapti yoki uyda nimadir buzildi, shuni tuzattirish. Sizning 1 soat vaqtingiz ketyapti bunga, lekin masalan 50 ming so'mga ko'chadan kimnidir chaqirib uni tuzattirganingiz yaxshiroq. Masalan, shu sizni masalan oylik 1 soatlik ish haqingiz 100 ming yoki 200 ming yoki 500 ming bo'lsa, u o'zingiz tuzatib turib shuncha qadrli vaqtingizni ketkazgandan ko'ra kimni chaqirish, qildirish yoki umuman qilmagani afzal deganda. U vaqtini shu darajada qadrlashni nima qilyapti. U mana shu vaqtda siz qo'shimcha bilim olib, boyagi soatdagi qadringizni yanada ko'tarishingiz mumkin. U mayda ishlar nima qilmang deydi-da, soat o'zingiz soatlik qadringizni aniqlab oling, qancha topa olasiz 1 soatda. Shunga qarab ishlarni o'lchab, kerakli, keraksiz yoki men darajamda emas degan narsani aniqlab olsangiz bo'ladi. 24 soatga nisbatan olish kerakmi? Yo'q, buni ishlayotganingizga olgan to'g'ri, 8 soat ishlasangiz. Misol 10 soat kuniga ishlasangiz, 10 soatga nisbatan 1 soat to'lanadi yoki 24 soat. Shu 10 soatga olganingiz to'g'riroq bo'ladi. Ish vaqtingiz. Chunki ish vaqtingizga to'lanyapti-yu. Lekin ishlamayotgan paytida bo'lmasa, Ishlamayotgan paytida misol uchun pul topmaysiz-ku. Endi ishlamayotgan paytingizda ham shu boyagi bu yoqdagi soatlik ish haqingizni ko'tarish uchun qo'shimcha bilim olishingiz mumkin-ku. Qo'shimcha ishlashingiz mumkinmi? Yoki qayerdalar Aslan. Nima bo'lsa ham o'ziga qiyin deyapti. Anaqa filmlar qilamiz, yo'q, o'ziga qiyin. Shunaqa deydi, shu narsani qilasiz, mayli. Lekin ana o'sish bo'lmaydi, keyingi bosqichga chiqish yo'q. U mayda ishlarni ham o'zi qilib beraversa, shu bilan qolib ketasiz. Nimaga o'sish mumkin bo'lishi mumkin? Nimaga? Misol uchun uyda rozetka to'g'irlash bilasizmi? Bilmagan paytingiz qilgansiz, sizga shu bilim bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaydi. Yo'q, ana ishingizga o'sish mumkin. Hayotingizga o'sish bo'ladi. Yo'q, boshida gaplashdik-ku, bitta narsaga zo'r erishmoqchi bo'lsa, har boshqa tomondan boshqa sohalarda ham bilim bo'lsa, ana o'sha zo'r spetsifik bilim bo'ladi. Lekin mana siz hozir faqat auditor bo'lgandan ko'ra, misol uchun uyda любой texnikani tuzatadigan bo'lsangiz, o'sha ham qanday spetsifik odam qiladi sizni. Любой texnika auditga to'g'ri aloqasi yo'q-da. Hozir auditga, masalan, men o'ylayapman, data analitikani o'rgansam, ko'proq foydasi tegishi mumkin hozir. Qo'shimcha nima ish haqimni ko'tarishga imkoniyat bo'lishi mumkin. birdan maslahat olasiz.
Endi Boburda maslahat olasiz. Ha, olgandim Bobur aka. bu ana masalada, misol uchun foydasi tegadigan masala bor. Misol yer chop, o'tni Ha. qo'ygan degan masalaga vaqt ketkazgandan keyin kimdir Ishlarni shaqirgan. yuvgan, Idishlarni yuvgan yoki moshlarni yuvish. mashina. Og'riqli tema. 1,5 soat. Shunaqa, bir yarim soat vaqtingizni ketkazgan o'rniga nimadir boshqa qo'shimcha boyagi YouTube loyihangizga yoki Instagram akkaunt ochib turib nimadir video yozganingiz yosh. 1,5 soat yoki 1 soat mashinangiz yurgandan ko'ra. Keyin kelib qotayapti. Sizlar natijani faqat hozir anaqa materialniy narsaga bog'layapsizlar-da. Materialistlar o'z odatini qo'yishadi. Buni qo'yish kerak emas. Masalan, mashina yuvish faqat mashina toza qilmaydi. Odamni o'zini ham fikrlarini toza aniq qilishi mumkin. Nima deydi? Bir joyga keltirishi mumkin. Stressga ketkizishi mumkin, chalg'itishi mumkin. Tamam, ham. Hamma qaraysiz. Yo'q, faqat mashina yuvish emas, boshqa narsa ham-da. To'g'ri, menga masalan bog'imga qarash, bog'da kecha ham mana pashti kun bo'yi daraxtlarimni tekizlab. Ha, ko'rding, menga bir tiyinli qizig'i yo'q. Misol uchun. Shunaqa davom Mana etadi. mana Endi u boshqa gap. Shunaqa tomonda hozir Hobi. siz bog'da qizig'i bo'lyapti. Bularga ana mashina yuvish umuman yoqmasligi mumkin. Shuning uchun materialist bo'lish kerak emas demoqchiman. Ha. Senga misol uchun daraxtingni zo'r bo'lib ketishi Stress kerak. qilish, stressdan chiqish yo'li. Ha. Saniki shunaqa ekan. Ha, o'zingiz yoqadigan ish bo'lsa qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana ziyoda aytmoqchiki, mani vaqtim hozir vashi qimmat. Daraxt qilishni yaxshi ko'raman, lekin undan ko'ra bog' olib kelib qildiraman degandan ko'ra o'zing qilganing yaxshi. Ha, o'z qilgan stressdan Vaqtim yengillashtiradi. bo'lsa qilganim yaxshi, vaqtim bo'lmasa olib ketardim. Yo mana o'sha payt doktorlikni kuchaytirgandan ko'ra, senga shu bog'ingga qarashing foydaliroq bo'lishi mumkin bir hisobda. Chunki Shunaqa. ani 24 soat doktorlik bilan shug'ullanish baribir nafsingga og'ir keladi. Maza qilaman, maza qilganim yo'q qilaman. Ne, u Shunaqa. unaqa materialist bo'lib ketmaylik. Yo'q. Men bu yerda har doim bitta meni savol qiziqtiradi. Mana shu joyni o'qiganman, mana kitobda aytyapti. Men yoshlik paytimda o'zi aslida ishlab topayotgan pulimdan ko'proq qo'yib olganman. Ha, bu shunaqa qaradiga ko'proq. O'sha bir soatda masalan adashmasam $4000 deb qo'yganman. Ana esimda yo'q, shunaqa o'zidan ancha katta qo'ygan. Juda katta summa. Ko'p narsalarga yo'q deb tashlagan. $50 qo'ygan adashmasam, soatiga $50 qo'ygan. Masalan, kattaroq qo'ygan. Xullas shunaqa qo'yib yuborganda, lekin men vaqt keladi masalan, menga mashina yuvish yoqmaydi. Lekin men mashina yuvish uchun masalan 100 ming ketkazishim kerak. Men agar misol uchun soat topadigan vaqtim 100 mingdan kam bo'lsa, men qanday topaman qolgan pulimdan? Shunaqa. Pul yetkazib olmay qolasiz. Meniki 80 ming bo'lsa-da, soatlik pul topishim 80 ming bo'lsa-da, lekin mashina yuvish soat 100 ming bo'lsa. U raziyasi qatdan bu yechganlar. Shu joyini qilib qiziqaman. Mana Yo'q, men ham qabul qilmagan joylarim bo'ldi. Shu joyini masalan ortiqcha qo'yib olsa ham nima qiladi? Yetkaza olmaydi-da oyligini rostdan. To'g'ri. Lekin masalan, Qaysidir darajaga chiqqan bo'lish kerak o'sha. Misol uchun siz anaqa metroda emas, taksiga ketish ham misol bo'lishi mumkin. bu yaxshi misol masalan. Agar rostdan ham shu pulning arzisi taksida ketsa bo'ladi. Rostdan ham yaxshi. Masalan, kechki payt kitob tarafdan ham qarashga harakat qilaman. Metroda. Hech qidirolmayman. Taksi misolida olib bo'lsak, masalan, metro yopilib qoldi 12 dan keyin. Ana taksi qilganingiz afzalroqda. Piyoda uncha pul topmayman deb piyoda ketgandan ko'ra 2 soat vaqt ana dam oladigan vaqtingiz yo'qotib, taksida ketgan nima bo'lishi mumkin. Endi vaziyatga bog'liq. Lekin to'g'ri, hamma narsasini to'g'ri deb olmas kerak. Men ham ba'zi joylarda ikkilangan joylardan boshqalar bo'ldi. Oxirida filosofiya qismini ham bu yerda olmadim. O'sha bizga uncha to'g'ri kelmaydimi nimaroq, baribir shunga o'ylanadigan joylar bor. lekin shu anaqa nima deydi, rostdan ham agar shu pishkom soat 12 da pishkom ketyapsiz, taksi 200 mingga chiqyapti masalanda, siz soatligingiz 150 ming. Lekin yetib olishingiz ham 1 soat, soatli anaqangiz masalan 150 mingdan faqat taksi 200 mingga chiqyapti. Pishkom ketganingiz yaxshiroq edi. Vaqtiga. O'sha pulni ishlab topish uchun sizga 1 soat ketgan. Agar shu 1 soatga yetib oladigan bo'lsangiz, tejab qolgan bo'lasiz. tejab qolding u yog'ichi 1 soat kech bording. U yoqdagi ham Yo'q, vaqti ham bir xil bo'lsa deyapti-da. Yo'q. Lekin taksi baribir tezroq. 1 soat kech qolish emas, kech qolmaydi deyapti. Yo'q, ishlaring kechikadi, uxlashing kechikadi, ertalab turishing ham o'shanga yarasha kechikadi. Keyin ertangi kuning produktivnosting ham o'shanga yarasha tushib ketadi. Xullas, Dunyodan bir soat topib ketasiz. Yo'q, o'sha Vaziyatga qarab o'zingiz qarab. o'sha narsani o'zini taroziga qo'yish kerak emas-da. Undan keyin kelib chiqadigan narsani ham taroziga qo'yish kerak. Misol uchun, men hozir
undan ko'ra 1 soat o'zim qilaman shuni, 1 soatda va buncha pul topmayman deyish keyingi ishlarga ta'sir qiladi yoki xuddi shuni teskarisi. Qilmaslik ham keyingi ishlarga ta'sir qiladi. uni qilmasdan qolib ketadi. Masalan, daraxtni kesmasam, agar ko'chadan odam chaqirmasam, o'sha bahor keladi, yoz keladi, daraxt hali ham kesilmagan, vaqt topmagan bo'laman. Undan ko'ra kimgadir berganim yaxshi. Mashinaga o'xshagan. Siz shunda to'liq o'qiganmizmi bu kitob? Yaxshi. Zo'r kitob, ha? Yana bitta tomoni bor, misol uchun mana shu arzimagan mayda-chuyda ishlarni erkak kishi o'zi uyda qilishi, qanaqadir uydagilariga hozir bizda men shu deb o'ylayman. Qanaqadir uydagilari unga nisbatan bir namuncha bo'lsa ham qanaqadir hurmati oshadi deb o'ylayman. Hali u hurmatni men 100 ming deb olingda, menga hurmatingizni oshiring deb oshirib bo'lmasligi mumkin-da, hurmatni. Lekin o'sha arzimagan ishlarni qilib turib, hurmatini oshirish mumkin. O'zi ham masa qiladi. Tefal bir marta sotganman. Qanaqadir yo'llar bilan sotganman-da, masa. Mening sotganingga o'xshab. Hali ham Odam shu kashfiyot qilgandek. Ko'ras arzimagan tefalni tuzatgan. Bu o'zi olib borib arzimagan pulga tuzattirsa, lekin yangisini sotib olgan, osonroq edi. o'sha. Lekin o'zingga bo'lgan hurmating ham oshgan, misol uchun uyingni bilishga o'zingga hurmating ham oshgan. Unaqa o'lchash xato lekin. Chegarasini bilib olish kerak. Chegara bilish kerak. Men shuni hozir o'ylab, shunga kelishdim oxir o'zimni. Chegarasini bilib olish kerak. Misol uchun bog'ni bir oyda bir marta qilasan-ku, to'g'rimi? Agar bir haftada bir marta qilishga to'g'ri keladigan bo'lganda, bir oyda 4 kuningni bog'ga ajratib, balki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bir kunni o'zing qilib, ana 4 kunida faqat ana joyi bor, ana qolgan o'zing qilmasang, yutilgan vaqtingda konkret fakting bo'lsa, mashina o'rgansam, men mana bunaqa mashinadan ko'proq summa topa olaman degan reja bo'lsa, menimcha bosish kerak. Menimcha pulga bog'lamaslik kerak. Aniq. Hozir mana shu joyigacha kelganim menga zo'r yoqdi. Ana o'shani qilmagan vaqtim, yoki bog'i qilmagan vaqtimda, qolgan vaqtimda men ish bilan shug'ullanganim menga va atrofimdagilarga ko'proq foyda beradi deb o'ylash, o'sha narsa aniq bo'lsa yaxshiroq. Lekin pulga bog'lash menimcha iroda deb o'ylayman. Masalan, Avtomobil ham o'rniga nimadir foyda qila olishingiz kerak-da. mana bunaqa bo'lsa juda kulgili bo'ladi. Masalan, rozetkani tugatish 1 soat vaqt ketadi. Elektrik chaqirib, pulini berib tuzattirdingiz, lekin 1 soat reels ko'rib o'tirsangiz. Televizor ko'rib o'tirsangiz, reels ko'rib o'tirsangiz. Undan ko'ra o'zing qilganing yaxshi-da. Undan ko'ra o'zing qilganing yaxshi. O'sha qiladigan ishing aniq bo'lsa, o'sha pulni berib qildirsang, o'sha bu yoqda qiladigan ishing aniq va boshqalarga ham foydali bo'lsa, o'sha ish. Pul bilan o'lchamayman deb o'ylayman men, misol uchun. Yaxshi nima aytdingiz? Boshqa o'rniga foydali ishga taqalsak ham yaxshi. Lekin men hozir zo'r skillimni oshirdim deb o'ylayman-da. Men hozir shitda o'rganmagan formulam qolmadi deb o'ylasam, men oyligim oshishiga ta'sir qilmasligi mumkin-da. Chunki ana qoida bor-ku, biz dohodimizni ko'paytirish bizning qo'limizda emas, biz faqat rasxodimizni kamaytirish bizning qo'limizda. Xuddi o'sha qoida o'tda ham ishlaydi-da. Zo'r skilllaringni oshirib olganing, 100% sani bo'ldi, oyliging ko'tarilib ketdi degani emas. Qachonki sen kimdir qo'lda ishchi bo'lsang. O'zingizda nimadir biznesingiz bo'lsa, unda ishlash mumkindir. Shunaqa. Materialist bo'lgan yo'q kerak. Hamma narsani anaqa bog'lamaydi materialist. Yaxshi, nimadir shunaqa fikrlar bildirib turavering. Hamma narsa to'g'ri emas, bu ham o'zim fikrlaringizga. Shunaqa. Qishdan beri birinchi marta boshdan unutdim. Men ham kecha yudim 2 oy degan, 1,5 oy degan. Kunlar ham issiq qoldi. 2 oyda bir marta yudim kecha. Mashina yuvish natijasi faqat mashina yuvish emas-da. Stressdan kechish, qanaqadir nimadir chiroyli, misol uchun bog'ingni chiroyli qilib qo'ysang, o'zing zo'r bo'lasan. Meni mashinam chiroyli qilib qo'ysam, maza qilaman. Hamma har xil ekan. Ustoz misolida ko'raylik, Jahongir aka misollarida. Oldin qaysi ishlarni o'zlari qilgan ishlarni hozir o'zlari rivojlangan sari qilmaydilar endi o'zlari. Mashina haydamayman. Misol uchun oldin karantin paytida mashina o'zlari yugarlarni men ko'rganman-da. U misol muhimroq ish qilish. Demak, o'sha paytda undan muhimroq ish bo'lmagan. Menimcha muhimroq ishingiz ortib borgan sari, vaqtingizni foydali narsa bilan band qilib borgan saringiz, o'sha sekin o'sha bosqichga o'tgan to'g'ri bo'lishi mumkin. Misol uchun ustoz oldin shofyor bilan yurmaganlar, mashina o'zlari haydaganlar. Lekin hozir shofyor bilan yurganlar ancha foydasi bor. Misol uchun bolalarni bog'chaga olib bor, bog'chaga olib kel, ishga o'zingiz boring. Miyani ham bo'shatishdi. Endi faqat miyani bo'shatgandan keyin uni foydali narsa bilan to'ldira olishga ishonch bo'lish kerak men uchun. O'sha ishonch bo'lgandan keyin menimcha sekin o'zi guruhga kiraversa kerak. Misol uchun odamlar uy qurilishlarini o'zi ko'pchilik o'zi qilganda. Hozir misol uchun
hozir kamda. Uyga fundamentini ham o'zi quradi, hashar qiladi. Misol uchun mana hozir biz yashayotgan uylarni bunaqa usti ishlatib qurishmagan, o'zligi qurishgan. Fundamentlarni ham, g'ishtlarni ham, boshqalarni o'zligi qurishgan. Mana ham yoshlar hozir menda kelmagan odamlar bilan birga uyimizga oldinga nimadir uy chiqmoqchi bo'lsak, birga o'zimiz qilganmiz, usta chaqiramiz. Oldin shunaqa edi. Hozir endi zamonni ko'rasizlar, deyarli odamlar keyin ko'ra ishlayman. Hamma o'zini ishini men ham shunaqa fikrim bo'lib qo'ygan. Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi degan fikr bo'lib qo'ygan. Misol uchun hozir men bu ishni hammasidan turib tomni o'zim yopishim mumkin. Tomlarni ham yopish, ko'tarish odamlar o'zi qilavergan. Lekin hozir zamon o'zgargan sari siz o'stirib qurilishchilar qotdi. Misol uchun hozirning tashkilotlar ham bor. Telefon qilasan, uyini generalni bo'lib qilib ketadi. Nimaga? Demak, o'sha odamni chaqirtirishga imkoni bo'pti. O'sha vaqtda boshqa nimadir ish qila oladi yoki shu zamonga qarab yoki o'zimizni ham manaqa qarab o'zgarib ketadi. Holatimizga qarab sekin bu narsaga yaqinlashish mumkin ekan. Kapitalistik tuzum deymiz. Shunaqa hamma narsa o'sha pulga bog'langanda, haligi men pul topaman, undan ko'ra o'sha pulga boshqa odam ishlataman degan narsa. Oldin unaqa bo'lmaganda. Nimaga? Ovqat ham pishirib uchun chet el. Ha. Shu konkretniy kapitalizm bo'lib ketsa shunaqa bo'ladi, oxiri. O'zimda qarasa hech narsa bo'ladi. Hozir esim tushib qoldi. O'zimda uylarni ko'pini o'zimiz qilganmiz deydi. Adamlar, dodaylar bilan birga qilganmiz deyishadi. Demak, o'zi shu paytda anaqa, demak nisbatan bo'shroq bo'lishganda odamlar. O'sha bo'sh vaqti bo'lgancha o'zi qurganda. O'sha uy qurgani unga anaqa foydada, o'zi qurgani foyda. Ha, boshqa baribir bo'sh bo'lgan. Boshqa bo'lmagan. O'sha uy qurgani xuddi ishlab pul topayotgan bilan barobar bo'lgan. Tejaganda, tejagan ustiga ish. Shuning uchun ham hozir ko'p anaqa yosh kattalarni gapirsalar, anaqa shuni ham ko'chaga qildirasanmi? O'zing qil degan anaqa dedi. Ularda shunisi narsa shakllangan. Lekin hozirgi zamon o'zimizda ham buni egasiga, ustasiga qilgan yaxshi. Endi viloyatlarda shu narsa bor baribir hali ham. Endi Toshkentda rivojlanish raqobat kuchliroq bo'lgancha o'rniga nimadir ish qila olasiz. Viloyatda baribir boshqa payti bo'shmi o'zlari qiladi hali ham. Endi nima rivojlanish darajasiga qarabda boy. O'sha ish ham bir xillanish sezonniy bo'ladi. Yozda ishlamaydi, ishlamagan. Oldin ko'pchilik shunaqa bo'lganda. Dehqonchilik bilan shug'ullangan odam sezonniy ish qiladi. Sezonniy bo'lgan. Biza keyinchalik farzandlarimizga ham shu gapni gapirish kerak. Hozir bizaga gapirishyapti-ku. Uy qurish katta narsa-da. Biz uy pishardik, ovqat pishirardik. Biza tuxumni qo'rib berdik. Desak kerak. Hali bolalarimizga aytaman-da. Data bo'lib chiqib ketsa, oxiri borib naskimiz ham o'zimiz kiyardik biza. O'zimiz qo'yilib chiqib olamiz. Anaqa deyish mumkin. Misol uchun kir mashina buzilib qolsa, yengizini ormasdik, ustiga borib tuzatardik. Bizlar otalarimiz hozir adam kir mashina buzilib qolsa ochadilar-da. Mesela ochib ko'rmagan narsalar bo'lsa ham ochadilar. Demak, shunaqa ishlar qilib ko'rib, tuzatib ko'rganda duh bor-da. Hozir nimadir qilsam o'zim to'g'rilaman yoki nimadir zapchasini olib kelib qo'yaveraman. Lekin bizlar keyingi bolalar ham yangi kir mashina olishdan oldin aytishimiz mumkin. Biz shuni olib borib, ustiga borib tuzatardik. Undan battar buzamiz. Masalan, borgan sari yurib ketaveramiz. Aha, keyingisi bu find work that feels like play. Ya'ni shunday ish topingki, sizga u o'yindek bo'lsin deydi. Ya'ni maza qiling ish qilib, o'ynayotgandek bo'ling deydi. Ana, voy, shu ishni qilyapman yoki ishlayapman degan narsa miyada bo'lmasligi kerak deydi. Shu narsani topsangizlar, bu nimaga foyda keltiradi? Siz kuniga masalan 8 soat emas, 10 soat, 14 soat ham ishlashingiz mumkin bemalol va boshqalardan baribir natijangiz ham yuqoriroq bo'ladi, produktivnost baribir yuqoriroq bo'ladi ko'proq ishlagan. Lekin u qo'shimcha ish uchun siz qiynalmayapsiz. O'zingiz yoqtirgan ishni qilganingiz uchun. Shunaqa ishni topinglar deyapti. Ya'ni shu aytgan nimani o'zimda bo'lgani uchun, masalan, kechki payt ham uyga borib ishlash o'zimga ham yoqadi. U menga stress olib kelmaydi-da, qaytanga dopamin beradi menga. Mana faqat reels ko'rish boshlangan kelmaydi yoki YouTube ko'rishdan, shu ishni qilganimda ham o'zimga dopamin kelib turadi. O'zim yoqtirgan ishni qilganim uchun. Menda shu g'irt teskarisi lekin. Uyda umuman ishlamayman. Uyda ishxonada ishxona ishlayman. Uyda yonib ketayotgan ishim bo'lsa ham uyda qilaman deb o'ylayman-da, lekin uyda qila olmayman shu ishni. Yo'q, xohlasam ham qila olmayman. Tortmaydi, umuman tortmaydi. Bundan ko'ra boshqa ishlar bor-da uyda. Oilani o'zini haqqi bor, boshqa bor, o'zimizga ajratadigan vaqt bor. O'sha hammasini qilaman. Ishxonaning ishini uyda hech qachon qila olmayman. Endi o'zing xaraktering bilan kelib chiqqan narsa bo'lishi mumkin. Chunki hozir oila masalasi bo'lmagandan oldin ham senda bu xarakter bor edi. Ishlamasdi.
ishlamaslik, mana misol uchun ish qilmasdan lekin televizor ko'rishing mumkin yoki kitob o'qib o'zing shaxsiy ishlaringni qilishing mumkin. O'shanda nisbatan shakllanib kelgan narsa. Bu qanaqa? Balans o'sha O'zing shakllangan. ishda qilish kerak. Ya menda aniq точность aniqlaydigan narsalar Chegaralarni. xarakterimda borda. O'sha vaqtda o'sha narsani qilish kerak, boshqa narsa qilish kerak. Chegaralarni aniqlab olishda. O'shaning uchun ishxonada ham e'tibor bersanglar, o'sha ishxonada bo'laman-da odatda. Boshqa ish bilan chalg'imayman yoki boshqa joyga chiqib ketmayman. Ish vaqtida ishda bo'laman. Abedga Tashqari vaqtda ish bilan shug'ullanmayman-da. O'sha qoida bor. Chunki bu ko'p anaqalarda shu paytgacha bo'lib kelgan narsa-ku. Ko'rganmiz, masalan, abedga ham chiqishga vaqtingizni qilsam, ishingizni qiling. Ha, o'sha shunaqa narsa. Yoki Sovet paytida bundoq начальник изданиядан o'tib ketsa, hali kabinet svetyoqi bo'lsa, premiyasidan kesib tashalaring, ish vaqtida ish bilan shug'ullanmagan, hozir ish vaqtida emas, ish bilan shug'ullanib o'tiribdi. Shunaqa tushuncha bo'lgan-da. Ish vaqtidan ish bilan, ya'ni Ish vaqtida ishlamagan. ish vaqtida ishlamagan, hozir kechqurun ishlayaptimi? Demak, yaxshi ishlamayapti. Premiyasidan kesib qoldilar degan tushuncha bo'lgan ekan. Hozir teskari. Ish vaqtidan tashqari ishlayapti, boz Oyligi ko'p. Lekin bu ham qarab ko'rish kerak. Qanchadir davrda bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Buni hozir o'tgan ekani, hozirgi davrlarda, hozir misol uchun Bo'sh vaqtlar bor. Boya gaplariga bog'lamoqchiman-da. Boya aytdilar-ku, o'zingga yoqadigan joyi topsang, ish topsang va o'zingga mos jamoa topdim deb o'ylasang, bu o'zimiz mosini topdim deb o'ylasang, o'sha o'zingni investitsiya qilgan doktor. Qanchadir davr investitsiya qilib jamoada o'zingni o'rningni shakllantirib olgan. Aytdilar-ku, masalan, o'rinlarini shakllantirib olish degan narsa turgan uchun ham hozir bular darsi borib ham ishlayaptilar. Ham hozir qanaqadir juda to'siqlar yo'q-da, ya'ni oilaviy misol uchun hali oila qurmaganlar, farzandli bo'lmaganlar hozir o'zlarining xohishlari. Keyinchalik o'zlarining xohishlari bo'lmay qoladi. Vaqtim bemalolroq hozir. Lekin ham kompaniyaga yaqinlik kelganlar uchun ham hozir mana uyda qilganlari uchun qaysidir muammolarni tezroq ko'tarib olib chiqaryaptilar, audit misol uchun. Tezroq olib chiqaryaptilar. Bu misol uchun hozir yoqadi-da. Jahongirga men muammoni topdim, mana dalillari tezroq olib chiqaryaptilar. Shuni agar faqat ish vaqtida qilsalar ham bo'lardi. Faqat u muammoni sekinroq olib chiqishlari mumkin. Bulardan kutib bo'lgan paytda olib chiqayotganlari ko'proq foydali bo'ldi. Qachondir katta narsa tushmaydi keyin ham bo'ldi o'sha. Bunaqa kompaniyada o'z o'rnini topgandan keyin faqat ish vaqtida ish qilinglar. Keyin Jahongir ham o'zi shunaqa deb qoladi. Hammaga Shunaqa deydi. Hammaga aytmaydilar, har doim aytmaydilar. Bo'ldi, ishni ish vaqtida qilish kerak. Qolgan payt o'zingizlarni boshqa shaxsiy rivojlantiradigan ishlarni qilinglar deb aytadi. O'zi boyagi nimaga ham boshqa ham chiqiladi-da. Men qilayotgan ishim uchun emas, judgment uchun, ya'ni qarorlarim uchun qabul qilish. Ya'ni keyinchalik ham masalan audit bo'limi kengayishi mumkin, boshqa xodimlar ham bo'lishi mumkin. Shunchaki ularni yo'naltirib turib, to'g'ri yo'naltirish orqali qarorlarni qabul qilish, ular orqali nimadir natijalar keltirish ham mumkin bo'lishi mumkin-da, shu darajaga borgan. Vaqt o'tgan sayin shunaqa. Hozir bundan bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun ustozlarimiz bilan Chorsuvda ishlagan paytlarimizda, misol Doniyor akaning o'zlari ham hali kengaymagan kichik paytligimizda 4 ta guruhga dars o'tardilar. Yo'q, kech payt shogirdlarni tayyorlash uchun, ilm o'rgatish uchun 10-11 gacha qolib ketardik. Lekin o'sha paytda qilingan mehnatlar yoki uyda ham ustozni bilaman, nimadir muhim narsa bo'lsa, uxlamasdan bo'lsa ham qilib chiqardilar. Lekin o'sha paytda qilingan mehnatlarni hozir samarasi ko'rilyapti deb o'ylayman. Misol uchun mana hozir kengayishimiz oson bo'ldi o'sha paytdagi mehnatlar hisobiga. Ancha uchasi tayyor qilib qo'yganlar o'sha paytda. Misol uchun hozir kimyodan test bazamiz avtomatlashtirilgan. U ancha yildan beri ustozni keyingi qiyinchiliklardan qutqarib kelgan. Misol uchun hozir maktab ochamiz desa ham, o'sha yangi maktabga ham unga qatdan test baza topamiz degan qo'rquv yo'q, chunki qachondir qiynalib bo'lsa ham qilib qo'yilgan. Hozir misol uchun asosan o'ylashga vaqt sarf etiladi. Shaxsiy hayot uchun oldingidan ko'ra ancha ko'p vaqt ajrata oladilar deb o'ylayman, nisbatan. O'sha qaysidir davrda to'g'ri bo'lishi mumkin. Qaysidir davrda bu ishni qilmasa xatodir balki deb o'ylayman men. Qaysidir etapga chiqib qolgandan keyin bo'ldi. O'sha u etapga chiqib qolgandan keyin zararga ishlash mumkin. Sen hozir o'ylayotganingda zararga ishlash mumkin. Oilaga ta'sir qilishi, boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'zgalar oilali bo'lganlarida va oilaning yumushlari, muammolari hammasi bularga taqalib turganda hozir uyda ishlamasliklar ehtimol katta edi.
Shuning uchun hozirgi paytda Shunaqa. Kelajak dam olish uchun hozir bosib ishlash kerak demoqchisiz. Shunaqa. Ha, davriga qarab moslashadi odam. Keyingisi, be patient. Ya'ni sabrli bo'ling. Bu nimaga nima qilingan? Aytilgan. Masalan, shu nimadirlar qilyapmiz, nimadir ish qilyapmiz, nimadir o'rganib qilib ko'ryapmiz, qo'shimcha ish qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Muvaffaqiyatga erishish birdaniga bo'lmaydi degan ma'noda. Bunga baribir vaqt kerak. Sen masalan biz shuni narsani qilishimiz kerak edi. Boya spesifik knowledge shularni egallashimiz kerak. Nimadir sohada chuqurroq bilim olishimiz kerak. Masalan, data analitikani ham o'rganishim kerak o'zim. Accountable, ya'ni hisob mas'uliyatni olishim kerak ba'zi bir vazifalarda. Lekin birdaniga bunda ham oyligim yoki boylik qurishib tezlashib ketmasligi mumkin. Keyin nima? Leverage boyagi richaklarga ega bo'lishga harakat qilishim mumkin. Bular asta-asta to'plab boriladi va birdaniga compound interest bo'lib, qaysidirga kelganda birdaniga o'sib ketishi mumkin-da. Yig'ib borilib, birdaniga boom bo'lishi mumkin. Shu narsani prosta asta-asta yig'ib boraver kerak. Ya'ni birdaniga kutib qolmaslik kerak-da, sabrli bo'lib, shu yo'lda davom et degan narsa. Keyinroq boshqa nimasi keyin nima edi? Harakatlar bilan sabrsiz bo'ling degan, natija bilan sabrli bo'ling degan. Ya'ni hozir nimadir qilyapsizmi? Sabrsiz bo'ling. Men shuni ish qilib qo'yaman, men shu narsani o'rganaman yoki oddiy ishlardan, 1-2 minutlik ishlardan keyinroq qilaman degan narsalar oddiy ishga ham qo'l hisoblanadi. Shu narsani qilib yubor, tamom. Yoki o'rganishlarga mana shu datalarga o'rganib qo'yaver. Darrov sabrsizlik bilan o'rganib tezroq o'rganish kerak. Natijasini lekin birdaniga olib keladi deb o'ylama. Keyinchalik keladi degan ma'noda nima qilgan? Just do it degan. Just do it. Ana bo'lib qoladi-yu, shuncha narsa o'rganib foydasi tegmayapti-yu. Nima bo'lyapti? U qaysidir davrga kelganda o'zini ana shu narsa zarur bo'lib qoladigan payt keladi-yu. O'shanda boshqalardan ko'ra siz masalan data analitika hozir masalan kompaniyamizga zarur bo'lmasligi ham mumkin. Lekin kengayapmiz, boshqa bo'lyapmiz, data ancha ko'paygandan keyin data analitika birdan kerak bo'lib qolsa, masalan, men shu paytda qandaydir Men deb chiqarsiz. Men deb chiqamda. Ana o'sha payt kim deganda boshqalar chiqa olmasligi mumkin-da. Chetdan odam olish yoki boshqa narsa kerak bo'lmasligi mumkin. Meni shu o'rgangan bilimim orqali o'sha paytda yana ham oyligim ancha oshishi yoki nimadir joylari ta'sirim ko'payishi mumkin. O'sha nimani sabrli o'qish kerak. Vaqt keladi, o'zini rolini o'ynaydi. Shu ma'noda aytgan. Yana bitta tomoni aytgan, asosiy rezumengizga qarasak, asosiy qismi u yerda agar esda qolarli qismlar suffering deydi, ya'ni qandaydir qiynalgan joylarni ko'rasiz. Masalan, o'layotganda ham odam o'layotgan emas, endi qari bo'lib shu o'limiga yaqin qolganda ham hayotini bunday bir eslasa, asosan shu qiyinchilik davrlari esda qolgan bo'ladi. Qiyinchilik davrini yengib chiqqan vaqtlari boshqalar. Asosiy esda qoladigan paytlar shu bo'ladi deydi. Ya'ni sizning rezumengizda ham shu qiyinchiliklarni yengib o'tganingiz sizni bir pog'ona boshqalardan ko'taradi. Mana shu narsani hal qila olgan ekan, mana shu narsani o'rgangan ekan, shu qiyinchiliklaringiz sizga ustunlik keltiradi. Sabrli bo'lishda aytgan natija bilan. Keyin nimani? Birinchi bob boylik qurishning hali birinchi qismi tugar. Bu ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Boylik qurishning ikkinchi qismi judgment. To'g'ri qarorlar qabul qila olish, kelajakda bizga nima qiladigan. O'sha wisdom bilan bog'langan. Wisdom degan hikmat deb nima qilsak bo'ladi. Hikmat masalan, bu hikmat o'zingiz qilayotgan ishlarni kelajakdagi natijasini bilish. Nimadir qilyapsiz, sizga kelajakda qanday foyda keltiradi? Masalan, ingliz tilini o'rganyapmiz, kelajakda shu IELTS olishim mumkin yoki IELTS olsam o'qituvchi bo'lib kirishim mumkin yoki shunaqaroq. Endi bu judgment nima? Shu wisdomni, hikmatni external problems, ya'ni yo'q, o'zi shunaqa yoziladi ekan. Men nima qildim? Judgment shunaqa yoziladi ekan. Judge bunaqa fast-ku. Shunaqa yoziladi ekan. Lug'atda ham shunaqa chiqdi. Bu shu hikmatni, masalan, qarorlaringizni qanday natija ko'rsatishini tashqaridagi muammolarga qo'llay olishingiz. Ya'ni o'zingizdagi harakatlaringizga emas, tashqarida nimadir muammolari bor, shuni yechimiga nimadir qaror beryapsizmi? O'shani kelajakdagi natijasi qanday bo'lishini ayta olishingiz, shu darajaga yetishingiz. Shu narsa ekanda. Ana wisdom, hikmat bo'lsa, o'zingizda qilayotgan ishlaringizda kelajakda oqibati bu judgment,
boshqa ishlarga, tashqaridagi problemalarga qilayotgan qaroringiz kelajakda qanday natija keltirishi. Yana bitta nima joy institutda sifatida keltirib ketgan. Siz pulingizni saqlash orqali boy bo'la olmaysiz deydi. Siz vaqtingizni tejash orqali qaysiki pul sarflashga ketayotgan vaqtingizni tejash orqali boy bo'la olasiz. Pul sarflashga ketkazadigan Pul topishga. Pul topish. boshlaylik pul. Sal murakkabroqmi? Pul topishga ketayotgan vaqtingizni qisqartirish orqali. Yo'q, navrot deyapti-ku. Yo'q, men shu pulni kamroq vaqtda topdim demoqchiman. Kamroq vaqtda topalaymi? Yoki darajangiz masalan darajalar bor, sizlarda o'qituvchilarda masalan C1, C2, C3 pul darajalar bor. Siz ana u yoqda xarajatlarni endi to'g'ri hozirgi davrda sizga nima? Oddiyroq misol, shu pul topishingiz nisbatan C1 bilan C3 orasida qancha masalan? Shu darajani ko'tarish orqali pul topish vaqtingizni qisqartiryapsiz siz. Masalan, 1 millionni bir oyda emasda 2 haftada topib qo'ying. Yo'q, 3 ta guruh orqali topgan pulingizni 2 ta yoki bitta guruh bilan topishingiz mumkin. Shunaqa bo'ladi-da, darajani ko'tarish. Qisqartirgan, ya'ni 3 ta gruppada 2 oy vaqt ketkazsam, o'shani 1 oyda 2 ta gruppa bilan. Bir oyda 2 ta gruppa bilan topadigan bo'lasiz. Bilingizni, boyagi specific knowledge'larni, leverage-larni ko'paytirish orqali mana shu narsani qilsa bo'ladi. Kamroq ishlagan demoqchisiz emas? Yo'q, kamroq ishlagan emas, shu ko'proq kam ishlab turib ko'p pul topadigan bo'lyapti. Uning uchun ko'p ishlab, kam ishlaydigan bo'lishingiz kerak deb tushundingizmi? Anaqada vaqtga, boyga o'xshagan, outsource degan anaqasiga, tipi vaqtingni tejab, o'sha tejagan vaqting bilan ko'proq pul topgin demoqchi, to'g'rimi? O'sha ko'proq pul topish uchun ishlatgan shu tejagan vaqtingni demoqchi. Bizga ustasi pul. Mana shunaqa tushundim. Tejagan vaqt emas. Ana qilgan ishiga ko'proq pul to'lanadigan bo'lyapti-da. Shu. Shunaqa. Faqat ana xarajat qisqartirish bilan o'ylab yuraversa, shu bilan qolib ketadi-yu. Shu narsani nima qilyapmiz-da bu? Xarajat qisqartirishni o'ylab qolib ketaversang, rivojlanish qolib ketadi degan. Endi bu kattaroq miqyosda ham boshida masalan muhtoj bo'ladi va qisqartirishga. Endi bu ancha pullar aylantiradi-yu, u pullarni ham qisqartirish harakat qilaversa, rivojlanish qolib ketib, ko'proq investitsiya kirita olmay qolish mumkin. Bularda ancha ko'p yaxshi ishlaydi. Bizdagi qo'yroq nimalar. Endi bizda emas. Yangi boshlaganlarga masalan, u baribir qiyinroq, xarajatlarni qisqartirish kerak bo'ladi. Bu hozir Endi bizda ham shunday. bu kitob o'zi har bitta kitob yozilgan anaqasi bo'ladi-ku. Tabaqasi deymizmi, odamlarning o'zini. Misol uchun biznesmenlarning Warren Buffett kitoblari ko'proq investorlarga kerakda. Aniq sarflashlarga, quruvchilarga kerak emas, unchalik kerak emas, foydali bo'lmasligi mumkin o'tda ko'rsatilgan. Misol uchun insightlar. Bu yerda ham shunaqamikan deb o'ylab qolmadi hozir. Bu yo'q, foydaliroq o'rta yoki o'rtada yuqoriga. Boshlang'ich quyiroq nima darajadagi daromad topadiganlarga emas. O'rta yoki yuqori nimaga. O'rtalarga ham foydali. Endi 1-2 ta joyi yuqoriga tegishli, lekin ko'p joy o'rtalarga ham ancha foydali. Taklif qilaman. O'rta darajada daromad topayotgan odamlarga. Yuqori darajaga chiqish uchun baribir yo'nalish beradi-da, qandaydir. Endi quyidagilar buni o'qisa lekin siqilib qoladi-da keyin qo'llasa. Qanaqa mana shu biznesmen yoki biznesmen bo'lishga harakat qilmoqchi bo'lganlar. Shunaqa. O'rtadan yuqori deganingiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki boshida ham ko'proq urg'u bergan boylik qurishda, biznes qurishga yoki shu biznesda boyagi qanchadir ulushga ega bo'lishga. Shunda siz boylikka ega bo'lasiz. Birovni qo'lida ishlab turib boy bo'la olmaysiz degan narsani singdirib o'tgan. Yo'q, biznesmenlikka harakat qilgan yoki biznesdan qandaydir ulushdorlik qilsa darajasiga chiqa oladigan darajaga chiqishni nima qilgan. Lekin ko'proq biznes ochganni nima qilib ketgan. Birovni qo'lda ishlatib boy bo'la olmaysiz. paradoksda qara, sanki bir qo'lda ishlaysan, aytasan, yana birovni qo'lda ishlab boy bo'la olmaysan. Lekin kimdir baribir ishlash kerak. Kimdir seni qo'lingda ishlaydi, paradoks. Shunaqa, kimdir ishlash kerak. Lekin hamma tadbirkor bo'lsa, tadbirkorlar ko'p bo'lsa, davlat zo'r rivojlanadi. Iqtisodni ushlab turadigan. Chetda odam qiladi. Shu narsani eshitdim. Bumi yoki boshqa yerdami? Nasiblarmi? Shunaqa davrga borib, hamma o'zini, har bir kishi o'zini biznesi bo'ladigan darajaga chiqishini xohlayman debmi? Shunaqaroq nima qilaman deb qayerdadir o'qiganman. Agar shunaqa hamma ko'pchilik biznesmen bo'lsa, hamma bo'la olmaydi. Ko'p biznesmenlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha davlat zo'r rivojlangan bo'ladi.
iqtisod shuncha ko'tariladi. Ya dream sifatida aytilgan gapni o'qidimda shunaqa. Har bir kishi o'zini biznesiga ega bo'ladi darajada. Birovni qo'lda ishlaydi. Shu darajada orzu nima qilgan qayerdadir o'qidim. Qiyin. Biz baribir o'sha insonmiz-ku, odammiz-ku. Qabilaviy yashab kelganmiz shu paytgacha bir-birimizga bog'liq joylarimiz. Baribir bog'liq. Endi to'g'ri, uslubiga bog'liq bo'lar-ku, lekin paradoks deganlar yo'q. Shunaqa. Siz qo'lda ishlayotgan odamlar bu kitobni o'qiydi, misol uchun. Men biznes ochar ekanman. Ketadi yo. Mana shunaqa aylanib yuradi. Shunga boshini sal nimaroq qildim. Boshida biznes nima qilishga nima qilgan, birov qo'lda nima qilmasdi. Endi kerak joyini olasiz. Ham birovni qo'lda ishlab, ham Endi nima ham bog'liq. Nimalar aytadi-yu. Biznes qilish ham oson emas. Yuqori tavakkalchilikka rozi bo'lish kerak biznes qilish uchun. Hammani ham nimasi ko'tarmaydi uni. Biznes qilishni. Biznesmen bo'ladiganlar ikki xil bo'lsa kerak. Yo'q. Rostdan hech qayerda ishlamasdan turib biznesmen bo'lib ketganlar bo'lishi mumkin. Bu kamroq bo'ladi. Tajriba ko'p biznesmenlar qayerdadir ishlab, tajriba orttirib, keyin o'zi biznes qiladi. O'sha tajribasiga, o'sha yerdagi xatolariga tayyor bo'lib turibdi. Misol uchun, mana hozir Kolbada ishlayotgan to'ptigilar ham qachondir anaqa o'zini alohida biznesi bo'ladi. U o'sha biznes bo'lguncha, lekin mana Kolbada ishlab turib yoki qanaqadir o'zining joyida ishlab turib, tajriba bo'ladi, xato qilgan bo'ladi. Uni xatolariga kerak bo'lsa kompaniya turib bergan joylari bo'ladi. Lekin ustozlar ham shunga yo'naltiradi va to'liq bu narsa ham nima Sardor akam nima qilishgan menimcha ustoz ham aytgandi. O'sha shu darajaga yetgan, o'zi ham qandaydir qo'shimcha loyiha qila oladi, bemalol deydi. Boya vakil aytib shunaqa nima qirqib tashlaysan, nima ochmoqchi? O'zlariga aytgan, endi nimadir loyiha qilsang bo'ladi deb. Shu rekruting bo'yicha shu vakil degan nima loyiha boshlamoqchi bo'libdi. Endi hozir maktab bilan band bo'lib qoldi, keyin davom ettirib shu qo'shimcha loyiha sifatida ochmoqchi. U alohida o'zini boyagi boylik, pul kelib turadigan biznes bo'ladi. Boshqalarni ishlatib qo'yaveradi. Recruiting agentligi bo'ladi o'shanda. Agentlik bo'ladi. U shu darajaga yetdi-da, qandaydir loyiha ochib turib yurg'izib keta oladi. Faqat bu Kolbaga bog'liq bo'lib, shundan nima qilib qolmaydi ham deb ustoz nima qilgan. Qaysi darajaga yetsa, shu tomonlama ham yo'naltiramiz. O'sha loyihani ochish uchun hozir mana shu qanaqadir joyda kimdir qo'lida ishlab topib Bu yerdagi tajribasi katta. Ancha u loyiha tez yurib ketishiga sababchi bo'ladi. O'zlari hozir qisqada ishlamasdan qiziqib turib boshlaganlarda o'zlarining xatolari o'zlariga bo'lib tushganyapti. Tajriba davomida qilingan xatolarni ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun ya'ni bir o'zi boshlasa, hali tajriba qilmasdan turib boshlasa, ilm bor, ko'nikma bor, auditoriya bor, lekin hali tajriba bo'lmasdan boshlasa, o'sha qilgan xatolariga o'zi javobgar bo'ladi. Kompaniyaning Ko'proq xato qilishi ham mumkin-da. Muvaffaqiyatga erishgan. Baribir tajriba xato qilib ham shakllanadi. Bu yerda xato qilib o'rganayotganlari baribir Kolbaga tushadi. Bu yoqda kamroq xato qiladi, o'ziga tushadigan joyda. Yo'lani kesib tashlaymiz. Kompaniyaga kirib ketib qoldi. Biz bitta hamma qo'ygan mandan Bugungi raqam. Usmon ham kelishdi. Akfadagi sotib ketishsani bittasi Qatarga, bittasi mayli. Hazil bilan Bizdan o'tib ketyapmiz sohaga. Ha, Azrahim o'tib ketganmi? Shifokorlik o'tiribdi. shu o'ylayapman. Qaror qabul qilish skilllarini, fazilatlarini o'rganing deydi. Endi bu yerda keltirgan biz shunaqa qaror qabul qilamiz. Bizda mana bias degan, keyin evristika degan narsalar bor ekan. Qaror qabul qilishimiz asosan avtomatik ravishda bo'lib ketadi ekanda ko'p narsalarda. Nimadir yaxshi yomon yoki mana bunday qilish. Biror vaziyatga duch keldikmi? Oldin shunga o'xshash vaziyat bo'lganmini? Ha, bunday bo'lgan, bunday bo'ladi demak bu yerda deb avtomatik. Bu energiya tejash uchun ham qilinadi ekan. Miya o'zi avtomatik energiya tejash uchun shunaqa qarorlar qabul qilib ketadi. Endi bu narsa yaxshi deyapti, lekin muhim qarorlar bor, boya judgmentga to'g'ri keladigan joylar. Muhim loyiha bo'yicha nimadir kelajakda foyda keltiradigan qaror qabul qilishingiz kerak. O'sha payti 1-2 kunga masalan umuman hech nima qilmay qayergadir chiqib ketding. Steve Jobslar boshqa nima qiladi? Bir hafta qayerga dam olib ketib, hamma narsani yurib olib, faqat shu loyiha haqida o'ylab, muhimroq qarorlarni shunaqa bitta joyda o'ylaysiz-ku. Keyin ana boyagi evristika degan narsalar, o'zingizda oldingi tajribalar qanday bo'lgan, boshqalarni olib turib ham o'ylab ko'rsa, real holatni ko'rish imkoniyati ko'proq bo'ladi.
faqat o'tmishga solishtiraversam yaxshi emas deydi. Endi u ham qandaydir ma'noda rol o'ynaydi, uni ham taqqoslab ko'radi. Keyinchalik buni ham taqqoslab ko'rish kerak ekan. U o'tmish yoki tajribalarni unutib turib, hozir real holatni o'zini ko'ra olish skillini ham shakllantirish kerak deydi. Boshqa tajribalarni unutib turib. Lekin bunga boya tinch qolib, fokusni bir yerga qaratib, real holatni ko'ra olish kerak deb nima qilgan. Mana shu ustoz ham bizga o'rgatganlar. Anaqa 25-yil maqsadlarini tuzishdi. Hislar boshqaradi odamni deganlar. Bizning hislarimiz boshqaradi. His nima? Anaqa убеждение o'rishcha. Bir narsa to'g'risida sani o'sha hozirgi paytgacha o'zgarmay turgan fikring. Misol uchun, bitta buyumga mana shu 5 ta odam bo'lsa, 5 xil fikrimiz bor-da. Например, boy odam deganda nima tasavvur qilasan deydi. Birinchi fikringni aytib o'ylab Sahiyada Birinchi kelgan fikr o'sha sani убеждение bo'ladi. O'zim fikrim bor. Abdurahmon o'zim fikrim bor. Ha, shunaqa. Men misol uchun buni faqat brend deb bilaman, statusni bilaman. Bir xil yaxshilik deb biladi. Bir xil xullas hammani o'zi hamma arziydi deydi ba'zilar. Ha, hammani o'zining убеждениесі bor. Har xil narsada o'sha siz aytganingizdek u bizani necha yillar davomida shakllanib qolgan. O'zi Va ana qaror qabul qilishda sizga baribir yo'l qo'ymaydi-da, mana shunday deb turaveradi-da. Men MacBook yomon ko'rib qolganmi? Olishga yo'l qo'ymaydi. Agar men ishlab tursam, yo'q, bu bo'lmaydi, Windows yaxshi deb turadi-da ba'zan. Bu ko'tarib yurishga qilaveradi. O'sha tomonda ana narsalarni unutib turib, real holatda o'zingizga taqqoslab qaror qabul qila olishingiz kerak. Shu narsani aytgan. Shu hislarni agar noto'g'ri bo'lsa, o'zgartirish kerak deganlar, bilasizmi? Hozir siz faqat bitta qaror qabul qilishda hislardan voz kechib turib, lekin qaror o'ziga-ku, lekin hissi o'zini qayta o'ylab ko'rish kerak. uni o'tirib o'ylab, nimadan bo'lgan o'zi deganlarni aytuvdi-yu, misol yechish kerak deb. U vaqt talab qiladi. Bitta o'tirib, bittalab yechish kerak. boy odam xasis deb o'ylaydigan odam bo'lsa, qiyin-da o'sha fikrni o'zgartirmaguncha boy odam baxil, boy bo'lsa baxil bo'lib qoladi, boy bo'lsa xasis bo'lib qoladi degan fikrni o'zgartirmaguncha u boy bo'lish qiyin. O'zi ham boy bo'ladi-da. O'z juda biz o'z shunaqa propaganda ketganda bizda. Sovet paytida boylik shunaqa ko'rsatilgan, o'shandan Filmlar ham shunaqa tuzilgan. Boy qorni katta boy bo'ladi. Ana nima edi? Anaqa uyli qurishadi, talash uy quradi, keyin anu nima eshigini tortib yuradigan nima edi? Afandining qo'shnisi boy bo'ladi, qorin qo'ygan, ko'rolmaydi qo'shnisini. Yoshlikdan agitatsiya bizga shunaqa. O'rtoqmoda ham boy, anu Layli tashak aytadigan ertakda ham boy yomon bo'ladi. Hammasi boy yomon. Yaxshi boy bo'lmaydi. balki yaxshi o'ylab qarasa o'sha filmlardan olmaslik ta'sir qilishi Kambag'allik ta'rif qilish qilingan bo'lishi ehtimolda. Mana shu hissiyot bilan katta bo'lgan, mana shu hissiyot singan odam qiyin-da, boy bo'lmaydi. Muammo chiqishi mumkin. Yo'q, uni o'ylamaysan sen. O'zi avtomatik. Uni o'ylamaysan. Endi o'sha to'siq bo'lib qolib ketib bo'lgan bo'ladi. Misol uchun sen Boylik yomon narsa deyapsiz. Sen o'ylamaysanki, qaynab turgan choyningni ushlash, qo'lingni kuydirishi. Sen bilasanki, tegmaysan. Haligi narsa ham xuddi shuni ishlaydi. Men endi podsoznательно haligi ong ostida to'siq bo'lgan bo'ladi o'sha sen. Ong ostiga ta'sir qilib turib, ong ostiga to'siq qo'yishadi, bo'ldi. O'zi sen o'ylamaysan ham uni, bu haqida fikr ham yuritmaysan. Lekin boy bo'lishga qiziqmaysiz shu yani. Ha, o'sha u yomon degan, xuddi choyni issiq degan narsaga o'xshab boy bo'lish ham yomon degan narsa o'sha miyaga o'tirib qolib bo'lgan bo'ladi. O'ylamasdan turib ham o'sha narsa to'g'risida. Endi ideologiyada yo'qlar. Ideologiya shunaqa singdirishga. Ha. Shu yoshlikdan bizga propaganda bo'lib kelgan deb. Hozir bolalarga multfilmni ko'rsatmaydi. Haqiqatda. Oila eng zo'r, tadbirkor eng zo'r odam bo'ladi. Prezidentimiz to'g'ri aytadi. Masalan, politik nima edi? Ekonomikani ko'tarib turgan odamlar tadbirkorlar, ya'ni iqtisodchilar emas. Tadbirkorlar ko'taradi. Ekonomikani shunday ko'taryapti. Iqtisodchilar o'tirib olib bir narsalarni analiz qilganini ko'tarmaydi. Hammasini tadbirkor. Endi iqtisodchilar shu imkoniyat yaratyapti tadbirkorlarga deymiz. Keyin tezlashaylik. Qancha bo'ldi? 1 soat 20 minut. Collect mental models. Mental modellar bor ekan. Bu dunyo qanday ishlash haqidagi qandaydir qoidalar, mental modellar, aqliy qanday modellar desak bo'ladi. Bu narsalarni o'rganib qo'yish bizga foyda keltiradi albatta. Lekin bu narsalar qachon ishlaydi? Mental modellar degan qachonki bizda tajriba bo'lsa. Bizda tajriba bo'lsa, mana shu narsaga qo'ya olamiz, qandaydir qoidalarga. Tajriba bo'lmasa, shunchaki qandaydir sitata sifatida ko'ramiz, ma'lumot deb. Bu endi masalan 4 tasini oldim, yana 5-6 ta shunaqa mental modellarni misol keltirgan, tushuntirgan. Inersiya degan birinchisi,
ana to'g'ri qaror qabul qilish uchun, masalan, nima to'g'riligini bilmaysiz boshida. Inversiyasidan nima mental modeldan foydalanish kerak. Birinchi bo'lib, ana nima noto'g'riligini chiqarib tashlash kerak. Shunda qaror qabul qilishdan to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyati oshadi. Shu narsa haqida. Keyin mikroekonomika bilan keyin o'yinlar nazariyasini aytib o'tgan. O'yinlar nazariyasini eshitganmisizlar? Shuni bir tema qilsak bo'lar ekan. Alohidami? Shuni qilishni o'rganaman deyman. Win lose lose. Juda katta mavzu emas. Shunaqa. Qaysi qilib qilsak bo'lar. Nima to'g'risaligini bilaylik birinchi. Nima o'zi? Men ham ichiga kirib o'rganmadim-ku, lekin bu o'yinlar nazariyasi, ya'ni birov bilan munosabatga kirishyapsizmi? Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi, shu narsa haqidagi o'yin. Masalan, siz yutyapsizmi, ikkinchi tomon yutqizyapti. Shunday nima bo'lishi kerak? U yutyaptimi, siz yutqizyapsiz. Shular o'rtani qandaydir aniqlab olish, masalan, qanday qilib win-win ga erishish. Masalan, win-win bo'lish uchun baribir ikkala tomon ham nimadirdan voz kechish kerak bo'ladi. O'sha tomondan kelishish nimalarni o'rganadigan nima? Teoriya. Faqat o'zingizda yutishni o'ylayverishadi, ba'zi nima jihatdan, egoistlik jihatdan boshqa tomonni yutqazishga olib keladi, shu tomonlarni o'ylashga. Murosaga kelish yo'llarini o'rganadi-da. Mana shuni o'qib o'rganaman deyman, shu qolib ketadi. Keyingi dars sanga. Aynan shuni aytgan, mana shu narsalarni o'rganish baribir foyda yo'q. Boylik qo'shda baribir foydasi tegadigan narsa bo'lgan. Lekin bu ham qachonki keyin bu narsani o'rganasiz-ku. Masalan, bu 5-6 yosh bola, 10 yosh maktabda o'qib yurgan bolalar o'qisa, nimanidir tushunmasligi mumkin-da. Chunki unda tajriba yo'q. Bu narsalar qachon ishlaydi? Sizda hayotda shu voqeaga, shu mental modelga tushadigan qandaydir voqealar bo'lsa, tajribalar bo'lsa ishlaydi deb. Bo'lmasa shunchaki chiroyli so'z, sitatda o'qib ketadi deb nima qilgan. Mikroekonomikani o'rganish kerak degan talab, taklif, ehtiyoj, shu narsalarni bilish, bu fundament narsalarni bilib olish sizni qaror qabul qilishlaringizda ancha foydasi tegadi deb nima qilgan, aytib o'tgan. Keyin if you cannot decide, the answer is no. Bu qaysidir iqtibos podkastida aytib o'tgani? Nimadir haligini bilmayapsizmi? Bu aniq iqtibos. Katta yo'q deydi, no deydi. Aniq. If it's not hell yes, then no degan. Men o'zim ashatan zo'r menga yoqadi. Aniq. Radially yo'qmi? Radialnikimi? Prinsiplar degan. Shu bu mental model ekanmi ham? Nimadir masalan qaror qabul qilishga kelib qoldingizmi? Hamma yo'qmi? O'sha o'ylandingizmi? Bu yo'q degan. Shu qiz uylanaymi-ki, uylanmaymi-ki deb ikkilanib. Chuqur ikkilanayotganda kompyuter sotib olmoqchimisman yoki telefon. Ikkilanyapsizmi? O'sha yo'q. Agar siz rostdan ham shunga muhtoj bo'lib turganingizda, uni o'ylab o'tirmasdan olishim kerak deb borib olib kelgan bo'lardingiz. Rostdan muhtoj bo'lsangiz, bu narsa katta xanxaga aylangan bo'ladi, olib kelasiz. O'sha o'ylanyapsizmi? Hozirgi davrda unga siz muhtoj emansizda. Sajaraga sizga kerak. O'ylab bilmaydi-da, bu to'lashga olingmi, olmaymi? shu zo'r. Rostdan-da. Menimcha unda kelajakdagi kerak bo'lib qoladi deb olish. Shunda hozir siz muhtoj bo'lmayapsiz, o'shanda olasiz. Hozir muhtoj bo'lmayapsiz, uni olib qo'ygandan sizga. Datanimizga o'rgan hozir. Shuning uchun boshlolmayapman-da. Beraman demoqchi emaslar, prosta yaxshi emas demoqchi. Shuning uchun boshlolmayapman-da. Mana men shunga hozir muhtoj bo'lmayapmanmi? Demak, boshlolmayapman. Agar muhtoj bo'lganda, u o'sha boshlagan bo'lardi. Unda tepada men deb chiqishga to'g'ri Bu boshqa narsa. Bu masalan, men qaror hozir qabul qilishim kerak. Mana shu qizga uylanaymi, uylanmaymi? Mana biznes ochaymi, ochmaymi ekan. U biznesman boshqa narsa. Masalan, mana mashinani olaymi, bu mashinani olaymi deyapsan-da, bitta mashina, ya'ni yuraging dizzetadi degan narsa bor, o'shani qaysi ma'nosida, o'shani onasini ham bosish kerak shu degan narsa bo'lmasa, hech endi ikkilanibsan. Chunki mamanta nito, mamanta yoqmayroq turibdi, lekin balkim mana joyini evaziga mana shu yoqmay turgan narsalari ustiga bosib ketar deb o'ylab qaror chiqarsa, o'shani vaqt o'tgan sari yoqmaydigan narsa ko'proq yoqmasligini boshlaydi. Masalan, kiyim tanlayotgan, masalan, men bugun bu kiyimni kiyimikan, bu kiyimikan deb o'ylayapsan, bozordan olmaymikan, mana shu krossovkani olmaymikan-da, ya'ni voy onasini ham zo'r ekan, qulay ekan, olish kerak degan qaror chiqmasa, olmaslik kerak. Olmagan yaxshi. Ehtiyojingiz yo'q demak. 2-3 kundan keyin o'zi yoqmasligini boshlaydi. Men chunki o'zi biluvdim, sal qisiyotdi oyog'imni. Nimaga oldim, qayerdan oldim deysiz. Mana shunaqa narsalar. Har doim unaqa bo'lmasligi mumkin, lekin ko'p holatda shunaqa bo'ladi. Men shunga ishlataman. Kiyim olishga ishlataman. Qo'ynay olmanmi? Addushga yoqmayaptimi, olmayman.
Mana shu narsalarga ishlataman, rosa yordam beradi. Ha, o'ylanib qolib ketmaysa keyin magazinga borib olsammi, olmasammi? Vaqtingiz ham ketmaydi, energiyangiz ketmaydi o'ylashga, tezroq qaror qabul qilish uchun yaxshi. Lekin yoqqanini topmaguningizga yuraveradi. Yo'q. Zato keyin achinmaysan. 200 mingga shuni oldimmi? Keyin yotadi. Vaqt ketdi. Yo'q, ben o'ylab turib ham vaqtingiz ketadi, keyin ham bo'lmas ekan deb yana aylanasizlar. Keyin yana olishi, yoqmasa yana boshqasini olish kerak. Yana borasiz. Ha. Mayli. To'g'ri kelmayapsiz. Undan yotib ketdi. Siz o'qimang unda bitta. Keyingisi Keyin run uphill degani bor ekan, tepaga yuguring degani. Bu nomlanish boshqacha ekan. Bu nima degan mental model ekan. Qisqa muddatli ana ikkita yo'l turadi-yu, qisqa muddatli qiyinchilik katta muvaffaqiyat olib keladimi, shuni qiling deyapti-da. Masalan, ana yaqinda Baxtiyor aka nimasini ham ko'rib qoldim, blogida yozgan. Ana 1 soatga yoki 2 soatga zalga chiqib kelish, to'g'ri sizga qisqa vaqtda qiyinchilik tug'diryapti, lekin uzoq muddatda sizga ana sog'lom bo'lishga foyda keltiryapti. Mana shunday qarorlarni qabul qiling deyapti. Qisqa muddatda qiyinchilik tug'dirishi mumkin, uzoq muddatda foyda keltiradi. O'sha paytda to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Hozir yoqmayapti, qiynalaman deb chiqmasangiz, o'sha uzoq muddatda ham sog'lom bo'lmaysiz, qolib ketaveradi. Shunaqa. Shu mental modellarni o'rgangan yaxshi ekan, chuqurroq. ko'p mahal oke. Bilmayman. Ha, o'z nechta Zararga ketishimiz zo'r burasi. ketamiz. 16-20 turgan 8 ta qolibdi. Bosing. Shu ma'lumotlarga boy kitob ekan-da. Zo'r kitob. Zo'r kitob ekan. Asli o'zi anu ma'lumotlar zo'r bo'ladida, bahs bo'ladida, shuning Ha, bahs bo'lganga cho'zib ketyapti. O'tlamoqmisiz? O'tlamaymi? Dunyoga nisbatan qarashlar va sal nima taqqoslar nima qilib oladigan kitob ekanda. Dunyoga nisbatan qarashlaringiz, boshqa narsalarni bir tartibga qilib oladi. Bu narsalarni bilish o'zi zo'r, lekin ishlatish uchun alohida bitta strategiya kerak. O'zi bu narsani ishlatish uchun mana qilish kerak, bosish kerak, o'rganish kerak deymiz, lekin nafs degan fitna bor-da, bizdagi. Shunaqa. Challenge bor. Buni kelish qilmasak. Bilganni foydasi yo'q qilmasangiz. Ish tomoni ham bor. Keyin learn to love to read, ya'ni o'qishni sev qilishni o'rganing deyapti-da. Bu qanday qilinadi? O'zidan nima qilyapti? Liboy kitob oling, nimani o'qishni xohlayotgan bo'lsa shuni o'qing deyapti. Mana bu kitobni o'qishim kerak, menga foydali deb qiynalib o'qib qolib ketadi-yu keyin. Boshida boshlaganingizda nimani o'qish yoqyapti? O'shani o'qing. Masalan, badiiy kitob yoqyaptimi? Sizga ko'p foyda keltirmasa ham shunchaki badiiy kitobni o'qing. Qaysidir paytga borib o'zi bu kitoblarga ham o'tishni boshlaysiz, darajasi ko'tarilganda. Shunchaki o'zingizga yoqqan narsani o'qing deyapti va yana bitta joyi sizga zerikali bo'lib qoldimi, shunchaki shu kitobdan voz keching. Yoki hozircha to'xtating, boshqa nimadir qiziqroq tuyulganga to'g'ri o'tib ketavering. Yoki kitobni ochasiz, qaysidir mavzu qiziq bo'ladimi, o'sha mavzuni ochib o'qiyvering. Qolganlari boshidan boshlash shart emas. Shu narsaga nima qilgan? Boshidan o'zi shunaqa kitobxon bo'lganki, yoshligidan kitob o'qigan, kutubxonada qolib ketgan, lekin bu ham yaqinda ijtimoiy tarmoqlar chiqqandan keyin chalg'ib qolgan. Baribir dopamin bor, qisqa muddatli dopamin beradi nimalar. Birinchi blog postlar yozish boshlaganman deydi, o'sha kitob o'qishni yoqtirgan, lekin dopamin uzoqroq muddatda beradi. Post yozaman, keyin ana kim like bosdi, kim komment bildirdi, kim qanday komment bildirdi, u yoqqa o'tib ketadigan bo'ldim dedi. Keyin asta-asta shu boya kommentlarga qarashni boshlagan. Kim yaxshi bildiryapti, kim nima fikr bildiryapti. Undan keyin bu ular kanalga kirib qo'ya boshladim, reels ko'rishga boshlagan. Kitob o'qishi shunaqa qilib juda tushib ketgan yoki to'xtatib qo'ygan, shunaqaroq bo'lganda, kitobxon ham shunaqa qilib qo'ygan. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar qanchalik yomon ekanligi. Keyin o'zi baribir asosnatilni bu o'ylagan, nimaga tashlab qo'ydim shunday nima, ko'p vaqtimni nimaga ketkazib qo'yapman deb ijtimoiy tarmoqlar. Shunday qarorga kelgan. Boyagi narsani qilgan. Kitob o'qish oson bo'lishi kerak deganda, ana bir kitob boshladingmi, oxirigacha tugatib qo'yish shart emas. Qiziqdingizmi o'qing, qiziqmaysizmi to'xtating. Boshqa qiziqarliroq narsa. Kimdir boshqa kitob taklif qilsa, shuni ochib o'qib ketang. Kerak payti bunga ham qaytaverasiz. O'zingizda turadi bari. O'zingizni qiynab uni davom ettiryapsizmi? Shuni tugatib qo'yishim yoki shu mavzuni tugatib qo'yishim kerak yoki shu bobni tugatib qo'yishim kerak. O'sha bir kun qilasiz, 2 kun qilasiz, keyin qolib ketadi-da, ana boshqa narsaga ijtimoiy tarmoqqa yoki nimaga chalg'ib ketasiz deyapti. Nafsga og'ir kelganda. Nafsga og'ir kelganda dishora. Shuning uchun o'zingizga yoqqan narsani o'qib turavering. Shu perfeksionistga qiyin ekanda.
Perfeksionizmi borlar, ana bu bundoq bo'lishi kerak, mana bundoq bo'lishi kerak-ku, 0-0 ga teng bo'lishi kerak. Albatta tenglikda perfeksionizm o'zasi. Menda ham bor. Menda ham bor o'sha. Shuning uchun bitta kitobni ana oxiri yoqmasa ham majburlab o'qib qo'yaman. Shu narsa ham degan. Bu hozir o'sha narsani tark etinglar. Tark etinglar deyapti. Yoqmayaptimi, to'xtating, boshqa qiziqarliroq narsa o'qing. Bo'lmasa kitobxonlikdan o'zidan chiqib ketishingiz mumkin-da, kitob o'qishni to'xtatib qo'yingiz. Shu nafsga olib. Sen nima desangiz yod shunga. Kitob o'qishganmi shu fikrdaman. Masalan, men yozdimmi mana blogimda. Dostoyevskiyni Jinoyat va jazosini 2 marta o'qish harakat qildim. Oldin ham bir yilcha oldin o'qish harakat qildim. Yana o'qish harakat qildim o'zbek tilida. Audiosini eshitdim. Yuragim siqilib ketyapti deb to'g'ri boshqa o'qimayman kitobni. Yo'qmasa o'shaga bo'ladi. Menda ko'p tashab ketgan kitoblarim bor. Spiskada bir 2 ta 8 tacha chiqib qolgan tashab ketgan kitob. Demak, yaxshi qaraysan bunga. Amalli Chorva dengizi degan kitob o'qimaganman, zerikib ketganman. Men qiynalib bo'lsam tugataganman aka shu kitobni. O'qimaganman. Men oxirigacha tugatdim, 100 betmi shu. Mendan videoda 2 yil oldin Jinoyat va jazoni eshitish boshlanganda, tushunmaganman, nima to'g'ri gap ketyapti, nima deyapti bu. Hech kim ichida ko'p o'ylaydi kitob. Keyin tashlab yuborganman. Keyin yaqinda ana bitta joyda rekta chiqib qoldi, yana bitta joyda chiqib qoldi. Keyin bu zo'r kitob, agitatsiya pulga ketyapti. Keyin ozgina bir ikkita qidirib ko'rdim Jinoyat va jazo to'g'risida nima mavzular bor. Qiziq, korotchi jinoyat hamda jazo topilishi, nima narsalar bo'lishi, boshi zo'r boshlandi. Ana kambag'allik bu illat. Xullasda, keyin yana boshladim, endi yana tashlab qo'ydim. Anadir qiziqligini yo'qotib qo'ydim. Nima uchun? Bo'lmasa kinosini ko'raversan bo'ladi. Men shunaqa qaror qildim. Qachondir shu kinosini ko'raveraman, bo'ldi shu bilan. Sizga qiziq emasmi? Qiziq mavzu haqida o'qing. Boshqa qiziqarli kitoblar. Zo'roq kitob o'qisin. Boshqa kitob ham o'qiyapman, просто ana zo'r kitob olgan shu darajada balki maza qilarman deb eshityapman-da, audiosi. Shu boshqalarga taqqoslashmas deganda, o'zingizda nimangiz qiziq emasmi? O'qimang. Qizig'ini o'qing tamom. Bo'lmasa kitobxonlikda o'zidan chiqib qolishingiz mumkin. Menga masalan hech kim yoqmaydigan kinolar, menga bir xil kinolar bir xil. Bir xiliga yoqmaydi. Tabi har xil. Shunaqa. Yaxshi, menga yaxshi bo'ldi shu. Ana perfeksionizm bor deyman-da, tugatib qo'yaman degan narsa bor. O'shani baribir vaqtim bekor ketadi, chop qo'ygan yaxshi. Baribir nimadir olishingiz qiyin-da uni o'qib turib. O'zingiz majbur o'qing. Baribirasini bilib qo'ysang bo'ladi. Yengil tartibingizni endi bu yog'iga mana shunaqa qilsam endi yanada yaxshi bo'ladi. YouTube'dan ko'rib qo'ysang bo'ladi. Nima ma'lumotga o'qigan odamdan so'rab qo'ysang bo'ladi. Nima edi shu? nima edi? Umumiy barazan. Yetib bormadi oxiriga. Sizlarga ham badiiy kitob to'g'ri kelmas balki. Menga ham badiiy kitob zerikib ketaman o'qisam. Keladi. Umumiy xulosa chiqadi-yu unda. Men zerikib ketaman. Mana bunga o'xshash ana qisqa ko'proq ma'lumot bergan kitoblar yoqadi menga. Unda umumiy bitta xulosa chiqadi, zerikib ketaman. Endi o'tda maqsad faqat xulosa olish emas-da, o'shani o'qib turib emotsiyalar, fantaziyani kuchaytirish, misol uchun badiiy kitobda ko'proq fantaziyaga, emotsiyani kuchaytirishga. Bilmadim, men badiiy kitoblarga hech qiziqib keta olmayman. Boshim buni maqsadi bilan bir xil emas-da. Buni maqsadi ko'proq data olish-ku, ma'lumot olish. Shu menga shu data olish ko'proq yoqadi ekanda, undan ko'ra. Men self awareness yaxshi bo'ladi sizda, o'zingizni yaxshi tushunasiz. Tabiatingizni, nimasiga yoqmayapti, nima yoqmayapti. Endi mana zo'r maslahatli. O'sha happiness, baxtga keling. Ha, bu o'rganiladi. Mana shu mavzu alohida mavzu bo'lgan. O'rganiladi. Ha, birinchi video bo'lgan. YouTube'da chiqqani. Ko'ringlar qaytadan. Podpiska bosing. Podpiska bosing. Davom eting. Baxt bu o'rganiladi. Baxt qachon bo'ladi deyapti bu yerda. Qachonki siz ana nimadir kam his qilib, nimadir yo'q menda deb degan his toplashaganingizda, nimadir kam bo'lyapti shu baribir degan narsa. Shunaqa bo'ladi-yu. Shunchaki o'tira olmaysan, shunchaki o'tirdingizmi, nimadir qilishim kerak degan narsa bo'lyaptimi? Nimadir yetishmayapti. Mana shu narsa yo'qolganda baxt keladi deyapti. Yetishmovchilik hissining yo'qolishi ekanda. Shunchaki o'tira olmaydigan bo'lsa, yetishmovchi. Nimadir yo'qotib qo'ygandek yoki nimadir sizga yetmayotgandek his qilishi. Shunchaki o'tirman, baxtli bo'la olishingiz. Mamnun nima desa bo'ladi? Shukr qilish, mamnun bo'lish, hozirgi holatidan shukr qilish, mamnun bo'lish. Mamnuniyat hissi. Mamnuniyat hissi. Mana Tao Te Ching deganni nimasini ham keltirgan yomon qilgan ekan. Duality yoki polarity deydi. Bir-biriga qarama-qarshi ana nima aytadi? Qorong'u bo'lmasa, yorug'lik ham bo'lmaydi. Shunaqaroq narsa ekanda men. Siz ana qachon baxt ana xursand bo'lasiz? Chunki xursand bo'lganingizni qanday bilyapsiz?
Chunki u qachondir xafa bo'lganingizda, xafagarchilik yo'q bo'lgani uchun xursand bo'lganingizni bilyapsiz. Shunaqa narsa. Kimnidir chiroyli deb o'ylayapsizmi? Kimnidir chiroyli emas, xunuk deb o'ylagansizda, shuning uchun shunaqa bo'ladi. Ko'rgansan. Yomonni ham ko'rsang, qachonki Solishtiradigan narsang borki, o'shani sezasan agar demak, borib ko'rish kerak yomon narsani. Qamoqqa borib ko'rish kerak. Ha. Baxt his qilish uchun baxtsizlikni ham his qilish kerak. Bo'lmasa baxt his qila olmaysiz. Shu narsa. O'zida his qilish shart. Kitob o'qib ko'rish kerak. Yoki shu qariyalar uyiga borib ko'rish kerak, qamoqqa borib ko'rish kerak. Manimcha. Обязательно o'zida his qilish shart. Yana bitta boshada men o'zim his qilgani kerak. Yana bitta narsa. Nimaga bunaqa tinch o'tira olmaysiz, nimadir yetishmayapti. Tinch o'tirsa buni qilishim kerak, turib ketasiz. Chunki boyaga aytganimdek, o'zingiz baxtsiz qilyapsiz, baxt qilish uchun harakat qilasiz va yana bitta narsa, qachonki nimanidir qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylaysiz. Baxtni natijaga bog'lamaslik. O'sha kayfiyatim ko'tarilib, boya tinch o'tirasiz, o'sha hech nima qilmayapsizmi, kayfiyat yo'q. Nimadir qilsam, hozir kayfiyatim ko'tariladi yoki nimadir qilishga shoshasiz. Bu ana shu narsa biz 24/7 noto'g'ri yo'lga boshlaydi deyapti. Shunchaki hech nima qilmasdan o'tira olmaymiz. Bizda g'am keladi deydi, anxiety keladi deydi, g'ammi, tashvishmi? Tashvish. Shunchaki o'tira olmaymiz deydi. Bu yerda yozganki, bu baxtli inson bu shunchaki hamma vaqt baxtli bo'lib beradigan odam emas deydi. Hamma vaqt xursand bo'lib bera olmaysiz baribir. Men shu emas, baxtli odam unaqa emas. Hamma vaqt xursand bo'lib beradigan odam emas deydi. Bu qachonki boyagidek tinch o'tirib, o'z nimanidir yo'qotgandek his qilmasligingiz. Ichki xotirjamlikka ega bo'lishda. Shunaqa jumlalarga. To'g'ri, shunaqa rost. Ko'pchilik baxtli inson, puli bor, tirjayib, xursand bo'lib, bolalar bilan o'ynab yurgan odam tasavvur qiladi-da. Mana gapi teskarisini tasavvur qiladi. Mana bir happy person isn't someone who's happy all the time. Shuni o'ylaydi ko'pchilik, xursand bo'lishim kerak deb. Isn't emas, is deb o'ylaydi-da. Is deb o'ylaydi. Person is someone o'sha tirjayib, yaxtada shampanskiy ilayotgan. Ishlari zo'r, shamasi yaxshi, sariyodek ta'minlashlar. Shunaqa o'ylaydi. Shunaqa. Shunda unaqa bo'ladi. Lekin boyagi ichki xotirjamlik ekan, bunday olib qarasa. Shunchaki o'tirganingizda ham nimanidir yo'qotgandek o'tirmaslik. Shu hozirgi holatingizdan rozi bo'lishingiz, mamnun bo'lishingiz. Har bitta jabhada, har bitta hol. Sog'lig'ingizda ham, oilangizda ham, ishingizda ham, finansingiz ham. Shunaqa. Buni tushundik. Sizlar okada jim bo'lib qoldingda? Bu boyagi narsa bo'lyapti-yu, tinch o'tira olmasligingiz, anxiety, tashvish bu nima bo'lishi. Shunchaki tinch o'tira olmaysiz. Bu balki dunyodan nimadirlar kutib qolganimiz uchundir. Dunyodan nimadir kutamiz, shunchaki o'tirib shu holatimiz mamnun bo'la olmaymiz, dunyodan nimadir kutyapmiz. Solishtirishga ham bog'liq. Solishtirish. Masalan, birovni solishtiradi. Qara, kimdir soqa qilyapti, o'tiradi, bir shakari ham bor. Kimdir soqa qilyapti mashina deydi, o'tiraylik, mana soqa qilishim kerak, nimadir bir bola qilishim kerak deydi. Shunaqa. Ko'radi. Men tengilarni qishliq tashyapti, odam solishtiradi. Chapa odam siqiltirib qo'yadi. Mana nimadirlar qilib tashlashim kerak deydi. Dunyodan ko'p kutishdan kelyapti-da. Solishtirib turib, ulardan menda ham bo'lish kerak deb o'ylaydi. Shu tomon narsa meni baxtni chopyapti. Lekin muvaffaqiyat hammani har xil yoshda keladi. KFC'ni, Kentucky Fried Chicken'ni asoschisi 60 yoshdami kelgan. Bir xil yoshligidan faxriga erishadi muvaffaqiyatga. Shuning uchun u 50 yoshda muvaffaqiyatga erishgan odam 20 yoshda harakatni boshlagan. Mana 20 yoshda harakatni boshlashim kerak edi, hozir 30 ga chiqib qoldim. Muvaffaqiyatga erisha olmas ekanman deb o'ylash kerak emas-da. Ford Benjamin Franklinni hammasini o'qidim, biografiyalarini o'qidim. 40 yoshda o'sha bizni bilgan Franklin, bizni bilgan Ford 40 yoshda bo'lgan. Boyagi narsa bo'lyapti-da bu yerda. O boshida birinchida keldik-ku, birinchi boylik qidiryapti, muvaffaqiyatdan baxtli bo'laman shunda deb bo'lyapti-da. Bu yoqdan boshlamayapti. Asli bu yoqdan boshlasa to'g'riroq bo'ladi. Bu yoqdan boshlayapti hamma. Birinchi boylikka o'giradi, keyin qarasa sog'lik sal yomonlashgan, sog'lik ketib oladi, keyin qarasa baxtsiz o'zi. Puli bor, sog'lig'i ham sal nimadir. Lekin baxtsiz qarasa. Shu bilish kerak individuallik bo'ladi. Shunaqa. Har kim o'zini anaqasi bo'ladi. Har kim o'zini yo'li deydi-ku. O'sha muvaffaqiyat ham o'zini yo'li. Lekin men o'ylantirgan joyi shu bo'ldi.
u aytyapti, tabiat ham shundaymiz deyapti. Dunyodan nimadir kutamiz va shunga harakat qilamiz va qaysidir boyagi darajaga yetganda nima o'zimizga yetarli maoshimiz yoki daromadimiz boshamiz bor, boyagi velzimiz ega bo'ldik, sog'liqqa ega bo'ldik. Bu yoqqa ketyapti-yu. Mana shu dunyo qonuni deyapti-da. Birinchi dunyoga nima qilamiz, keyin bu yoqqa o'tamiz deyapti. Bu ham shunaqa o'tganda baribir. Lekin hozir bizga shu narsani beryapti-yu, biz bunday ichidan harakat qilishimiz bizga minus ta'sir qilib qolmaydimikin degan narsa keldi mening kallamga. Birinchi bu yoqdan boshlasa, baxtga nima qilaman deb baribir majbur bo'ladimi deyman-da, ana Velsga harakat qilish. Chunki harakat qilmay qo'yadi-yu, baxt nima pul emas ekan deb. Shunchaki harakat qilmay qo'ysa ham daromad tushib ketib, oxirida baribir shu oila uylanadi, boshqa qiladi, baribir boyagi boylikka borishga majbur qilib qo'ymaydi degan savol tug'ildi menda. Harakat qilayotgan paytda ham baxtli bo'lishni o'rganish kerak-da. Shu tomonni o'rganish kerak. Baxtli bo'lishni o'rganishni o'zi yo'q. Yoki ikki tomondan harakat qilish ekanda, bu yoqdan, bu yoqdan. Bir vaqtda o'qish. Uchi bir yoniga borib, ikkalasini barobar yurish. Faqat boylikka qarab ketmaslik kerak ekanda. O'rg'on. Shu bu yoqqa boshlasa ham boyagidek bo'lib qoladimi degan o'ylantirdi. Yo'q, faqat boylikka qarab ketsa bo'ladi. Faqat boylikka qarab ketayotganda o'zi yotayotgan, o'sha vaqtda o'zida o'zini baxtli deb his qilishni o'rganish kerak demoqchi. Masalan, boylikka qarab intiloman, bu yaxshi deb o'zini baxtli his qilish ham mumkin. Odam masalan, sog'lig'i yomon bo'lsa ham bir xil o'zini baxtli his qilish mumkin. Xudoga shukr, bitta oyog'im kechdi ishlashdi, ikkitasini emas. Yoki xudoga shukr, bitta ko'zim yo'q, ikkitasi emas. Buni o'rganish kerak, baxtli bo'lishni o'rganish kerak. Shukr qilishni o'rganish kerak. Boshqa qaror chiqarishi, o'ziga bog'liq bo'lmagan narsani to'g'ri qabul qilishni o'rganish kerak. Bosing keyingisiga. O'zimda shu muammo ko'p nima bo'ladi-da, ana pulga e'tibor bermaslikka harakat qilaman-da. Endi hozircha nima emas-ku, lekin qaysidir paytda qiynalib bilmadim endi ya. Pulga e'tibor bermaslik kerak. Ishlatishgami? Yo'q. Pul topishga. Ko'p pul topishga. Endi shunaqa yoshda sizda testosteron bor albatta. Yo'q, u tomoni emas. Boriga shukr qilish, rizqi barakali bo'lib kelishi, Alloh taolo rizqiga rozi bo'lish degan narsa shu narsalar. Endi siz hozir faqat pulni ko'paytirishga harakat qilmaydi-da. Shu spesifik anaqangizni oshiravering, pul o'zi shu yo'ldan ketyapman-da o'zi, pul topish haqida unchalik nima. Chotki, endi nima o'ylayapsiz? Hozir ko'p pul topishim kerak, o'ylamayapman, shunaqa o'ylamayman demoqchiman. Yoki kamida 5-6 oydan keyin men bunaqa topmasam bo'lmaydi degan hamda yurmayman. Bir tomondan hozir men muvaffaqiyatli tomonim o'zimga yoqqan ishni topib olgan bo'lyapti. Shunga ishlab yuribman. Oyligim ham o'zimga yarasha yetyapti. Masalan, boshqa kurs boshlaman, shunaqa topa olmagan, yo'lini topa olmayapti. Boylikka ham yura olmayapti, baxtga qarab ham yura olmayotgan bo'lishi mumkin. Eng zo'ri shu o'ziga yoqqan ishni topish. Shu narsani topib olish birinchi nima ekan? Eng zo'r. Keyin asta-asta joyiga tushib ketadi ekan. Pul topayotganlar bor, masalan, logistikada ishlayotganlar bor, lekin yoqmaydi ko'pchiligidan so'rasangiz. Yoqayotganlar ham bor, lekin ko'pchilikdan so'rasa pul mayli yaxshi-da, lekin ish yoqmaydi, bunaqa odamlar ko'p. Bu yaxshi narsa emas, masalan. Pul ko'p, lekin qotgan ish yoqmaydi. U oxiri yetib keladi. Mental jihatdan baribir nervlarga boshqa ta'sir qiladi, burnout ancha ta'sir qilsa kerak. Nima burnout? Burnout degan Выгорание. Ha. O'sha выгорание bo'lmasligi uchun odamlarga ta'til berish kerak, bilasizlarmi? Sovet paytida, o'zi umuman hozirgi paytda bekorga ta'til degan. Najotdan выгорание bo'lib ketganman-da. To'g'ri aytdi. HR ishlash kerak-da, chunki HR ishlasa nima qiladi? HR e'tibor berib turish kerak xodimlarga. Mana bosib ishlash kerak davomli, lekin qanaqadir выгорание bo'lmasligi uchun ham ta'til kerak. HR ishlagan menga teskari tomonga ishlab qo'yadi. Выгораниемni kuchaytirib olgan qayda. Najot ta'lim deylar. Sotqin. Sotqin emas. Oxirgi kunigacha ketish niyatim bo'lmagan, oxirgi kunda bunday ketadi. Sotqin emas ekan. Oxirgacha. HR HR выгоранияni oldini olishda nimasi katta? HRning roli ishlash kerak shuncha HR. Endi saving yourselfga keldik. Ana ikkinchi bo'limning nimasiga, ana boblarni ham qo'ymayapman. Choosing to be yourself. Ya'ni o'zingizni bo'lishni tanlang deydi. Bu nima degani? Jamiyat bizga nimadirlarni uqtirib qo'ygan, mana shunday qilish kerak yoki nimadir qilish kerak. Masalan, ertalab turish foydali-yu. Endi buni misol keltirmay. Qora jendr olish kerak, misol uchun. Yo'q, asli ertalab turishda ham olib qarasak, ba'zilarga men maktab paytida ham shunaqa nima qilganmiz. Ertalab turib o'qisa foydali, ko'proq bilim olamiz nima deydi-yu. Lekin ba'zilar shunga moslashgan tanasi
kechki payt o'qisa ko'proq bilim oladi. Men shunday qilishim kerak ekan, ertalab tursam ko'proq olaman ekan deb u o'zini majburlashi, qayta ertalab unga ko'proq stress olib keladi, boshqa bo'ladi, kun tartibi shunaqa bo'ladi. Rostdan ham shunaqa biologiyadan o'qigan bitta nima bor edi. U kechki payt o'qidi. Ana shu narsani nima qilyapti? O'zingiz bo'ling deb, sizga nima to'g'ri kelyapti, nima yoqyapti, sizga nima to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, shuni qiling deyapti-da. Jamiyatga qarab turib nimadir qilishim kerak degan narsani nima tanlamang deydi. O'zini anglash ekanda. O'zini anglash. Jismoniy holatini. Jismoniy jihatdan yoki ruhiy jihatdan. Chunki hamma baribir individual-u, unga to'g'ri kelgan, sizga to'g'ri kelmaydi. Shu tomonni o'zingiz anglashni bilish kerak. I need to do. Bu narsani qilishim kerak degan narsa bo'lmasligi kerak-da. O'zingizning holatingizga qarab, qilsam bo'ladigan yoki bo'lmaydi ekan degan. Qilishim kerak degan narsa. To'y masalasi tushadi. Ramkaga tushish kerak emas. To'y masalasi. I need to do ni, I need to sababini o'rganish kerak-da. Nimaga menga kerak bo'lgan? Ani o'qibdi, men ham qilaman, o'shaning uchun menga kerak deb o'ylash kerak emas-da. Balkim o'z rostdan kerakdir. Masalan, iPhone olmoqchi bo'lsa, anulada olgani uchun iPhone olaman deyish kerak emas. Обязательно shu reason bo'lishi kerak iPhone olishga. Bu qulay, bunaqa menga ana foydali beradi. Menga shu tarafdan yaxshi, produktivlikni oshiradi desa keyin olish kerak. Просто hamma otman avvaliga cho'ta qolib ketaman, uyalib qolman deyish kerak. Ana Instagram ana video ko'rdimmi? 15 million oylik oladigan odam oddiy telefon oldi. 5 million oylik oladi o'rtachada, 3 million oylik oladigan eng zo'rini oldi-da. Bo'lib bilish. Avtobus beradi. U jamiyat uchun-da, status uchun olyapti. Statusni ketidan qo'yapti. O'ziga asli kerak emas, o'zi xohlamayapti, shunchaki qilishim kerak degan narsa bu. Lekin shu status ham odamga vaqtda qanaqa vaqtda, endi vaqtini bilish kerak-da. Lekin status bilan bir vaqtda ishlash kerak. Hozirgi jamiyatda statusga ham ishlash kerak. Studentga status bermaydi. Masalan, biznes men bo'lsa, qanaqadir status berishi mumkin aslida. Masalan, student bo'lsa, ili bilmayman. Banker bo'lsa, berish mumkin masalan. Bankirlar hammasi iPhone ishlatadi, cho'ta ularga kerak bo'lishi. Boshqa odamga masalan Misol uchun bizga kerak deb o'ylayman, menga kerak deb o'ylayman. Chunki men o'quvchilarim ko'p-ku. Baribir ustozning aytganini kirish uchun ham ustoz o'zi ozgina muvaffaqiyatga erishganini ko'rish kerak-da. Ustoz mashinasi bo'lsa, o'zini pullarini yoki sayohatlarini nimadirdan ko'rib, ustoz aytganiga kirish ham. Misol uchun gapiraversa deydi va avtobusda chamadon ko'tarib kelib borib kelaversam-da. Shu paytga nisbatan baribir o'zim mashinamda borib kelib, taqqoslashadi. Shunaqa. Biz hozir shuni bo'lib ketganmiz orqada. Biz mashaqa bu aybimiz ko'p bir hisobda, lekin hozir bizning aybimiz emas-da bu. Haligi biz shu darajada material bo'lib ketganmiz. Haligi anaqa bu gapirish uchun iPhone bo'lishi kerak. Yo'q. Mana bitta odamni zo'r deb qalban his qilish uchun u odamning materiallarini ko'rib anaqa xulosa chiqaramiz-da. Hozirgi payt hammamiz shunaqamiz aslida. Bu aslida bu jona kesib tashlaydi ziyod endi taqvosini yoki qanaqadir iymonini yoki birovlarga bo'lgan muhabbatini yoki boshqa narsasini halimligini ko'rib turib qaror qabul qilamiz. O'sha status belgilab bermaydi-da. Oldingi payt shunaqa bo'lganda. Ba'zan umuman yetib qoladi, keyinchalik ham yetib qoladi bitta. Ba'zilar Sanjarga aytadilar-ku, avtobusda chamadon ko'tarib yursam, hozir uni ta'sir o'tkaza olmayman o'quvchiligida dedilar-ku, lekin oldin shunaqa bo'lganda o'zi. Materialga qarab turib ana qilinmagan. Materialistlikni boshdan boshladi-da. Oxirigacha endi jamiyatga singib qolgan narsa endi asta-asta to'g'rilanishi. Mashinamiz qirilib qolsa ham, yigit Misrlarga, Arabistonlarga borsa, bir-birini turtib olsa, bir-birini urib olsa, va qaraydi, bo'pti deydi. Ketdi deydi. Bizda o'sha hammasi urilgan mashinalar. Bizda shunaqa narsa bo'lsa, shu darajalarni qirib qo'ysa ham, voy deydi, men deydi, qora jentram 15 mingga olganman, sen nima qilding? Qanaqa narsa-da? Materialist o'shani aytadi ekan. Buyum, o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Buyumga bog'langan. Matoq furushmi? Buyum furushmi? Matoq furushmi? Molparas. To'g'ri, molparas. Hazil bilan davom etamiz. But choosing to care for yourself. Ya'ni o'zingizga mehribonlik qiling, endi shunaqa. G'amxo'rlik qiling, e'tibor qarating degan narsa. Endi bu prioritetlarni belgilab olganda,
birinchi o'rinda o'ziga qo'yyapti, keerdi. Eng birinchi o'rinda deyapti, hamma narsadan ustun meni sog'lig'im deb. Physical, ya'ni jismoniy jihatdan sog'lig'im deyapti. Ikkinchisi bu mental aqliy jihatdan sog'lig'im deb qo'yapti. Shunga bog'liq ana qarorlar bo'lsa, shu ketma-ketlikda qaror qabul qiladi. Uchinchisi bu ruhiy jihatdan sog'ligi, uchta o'zini sog'ligini qo'yapti. To'rtinchisida oilasini sog'ligini qo'yapti. Va beshinchisida oilasini endi ana ta'minoti, yaxshi ta'minlanishi, well-being qo'yapti. Mana shu ketma-ketlik. Yaxshi ta'minoti, yaxshi oilashi, boshqa narsa. Shu ketma-ketlikda. Ana bu narsani ham shundan qo'ygan. Nimaga birinchi physical health qo'ygan va zalga har kuni ertalab chiqarish uchun. O'ziga birinchi prioritetga qo'ygan. Agar dunyo suv bosib ketmaydimi, boshqa qilmaydimi deydi, birinchi bo'lib har kuni ertalab shu trenirovkaga chiqadi ekan. O'zini birinchi Sog'liq uchun. O'zini sog'lig'ini birinchi o'ringa o'ziga bo'lganda. O'zini jismoniy sog'lig'i. Jismoniy sog'lig'i 3 ta o'ringa bo'lib qo'yibdi. Shunaqa. Jismoniy sog'liqni birinchi o'rinda qo'yapti. Bu kitobda aytganman, oilangdan ham o'zingni muhim qo'ygin. Shu narsa. Oila 4-da kelyapti, oilasining sog'lig'i. Ana bu narsa ham bor-ku, nimadir samolyotdami, nimadir bo'lsa, birinchi nafas oladiganda o'zing taqchingga, keyin bolangga. Shunaqa narsa bo'lyapti. Birinchi o'zing sog'lom bo'lsang, oilang sog'lom bo'ladi deb. Shunaqa, chunki o'ziga bir narsa bo'lsa, bolasi hech kim qaramaydi. Shu tomondan nima qilgan? Maskani uchun o'zi ishlaydi. Keyin boyaga nimaga zalga nimaga qolib ketaveradi bizda. Mana shu narsa nima qilganda, bu birinchi o'ringa nimaga qo'yaptim? Nima bo'lsa, nima qolib ketsa, shu zalga chiqadi. Va osonroq qilgan, bu prioritetga chiqarishni o'ziga osonroq qilgan, kunni boshiga qo'ygan. Boshida chiqishi osonroq, kunni shu bilan boshlaydi. Boshqa narsaga kech borsa boradi, birinchi bo'lib shunga boradi. Energiya to'lib turgan paytda ham bo'ladi. Charchab kelib zalga chiqish qiyinroq bo'lishi mumkin. Prioritetga aqliy jihatdan qo'ya olmay qolishi mumkin. Shuning uchun ertalab qo'yib, eplab prioritetga qo'yapti birinchi o'ringa. Keyin meditatsiya va mental sog'lik haqida gapirgan. Meditatsiyasini yana bitta tomoni bor ekan, shuni sizlardan so'ramoqchi edim, Ziyodulla aka, doktor sizlar. Buni immun sistemani yaxshilanishiga foydasi bormi? Bu yerda shunaqa qaror yozgan. Shuni chunki masalan, agar stressda yursangiz, stress kortizol gormoni chiqaradi. Kortizol immunitet tushiradi. Kortizol gormoni deksametazon bilan bir xil narsa. Deksametazon olganda odam immunitet tushgani hisobiga simptomlar yaxshilanadi-yu. Covidda ham deksametazon berish, chunki pnevmoniya bo'lganiga o'pkasiga suv yig'ilib ketdi. Shuning uchun deksametazon berishdi. U virusni o'ldirmaydi, u immunitet tushiradi. Deksametazon kortizolni искусственный varianti. Stress paytida biz kortizol degan gormon chiqadi. Shu nimagadir immunitet tushiradi. Shu bu yerda shunaqa deyapti, ana meditatsiya qilamiz, uje miya tinchlanadi va ana bizda shunaqa miya qismi bor ekan, tashqi xavflardan saqlab turadi. Xavf bo'lyaptimi, aniqlab turish uchun doim energiya sarflab turadi ekan. Uje tinch holatga tushadimi, qanchadir muddat meditatsiya qiladi. Mana shu boyagi shug'ullanayotganda mana, ha, bo'ldi, sen tinch holatdasan. Masalan, uxlaganda tinch holatga tushadi, uxlaydilar. Mana shu holatga tushadi ekanda, ana u qo'shimcha kuchlar boshqa joylarga ketadi, boya immun sistemasiga, boshqa narsaga qo'shimcha nima bo'ladi ekan. Sog'lig'imizga foydasi bor ekan. Stress paytida bizning organizmimiz xuddi sherdan qochayotganga o'xshaydi. Orqangizdan sher qo'yilsa nima qilasiz? Birinchi o'rinda hamma qoningiz muskullaringizga ketadi. Birinchi shu narsaga sarflaydi. Glyukoza chiqadi qoningizda, hamma energiyangizni hammasi muskulga, harakatga, решение qabul qilishligi miyangizga ketadi. Immunitet oxirgi o'rinda bo'lib qoladi. Shuning uchun immunitet tushib ketadi stress paytida. Stressingiz kamaysa, immunitet yaxshiroq. Shu tarafdan yordam beradi. Shunga meditatsiyani ham tavsiya qilgan, har kuni qilishdi. Bu yerda ikkita turini keltirganman-da. Bittasi ana nima? Har kuni ertalab 1 soat shunchaki ko'zini yummasini nima qilish? Yummayimcha 1 soat shunchaki o'tirish. Miyaga shunaqa fikrlar kelaveradi, boyagi yechilmagan hislar keladimi, boshqa narsalar. Miyaga savollar kelaveradi. Ularni rad ham qilmaslik kerak, shunchaki eshitib o'tirish kerak. Fikrlar kelaveradi. Miyada yechilmay qolib ketgan narsalar kelaversa, baribir yengillashadi-da. Ana qolib ketgandan ko'ra yengillashadi. Aylanaveradi. Qaysidir paytga kelib, mana shu narsalar aylanmaydigan bo'lib qoladi. Shunaqa erkin his qilasizlar deydi. Qachondir aylanib o'xshamagan. O'sha darajagacha bormadingiz, balki bizda yechilmagan narsa ham ko'p-ku. Endi men jiddiy ham shug'ullanmaganman. Sizlarga qilib ko'rganman. Shuni aytgan o'zi. Hamma meditatsiya qilaman deydi, lekin rostdan qilmaydi aslida. Shu narsani aytgan. Oxirgi narsa aytib beraman. Shunaqaroq. Keyin ikkinchisi ham nima edi? Masalan,
boshqalarga ko'p e'tibor beramiz shu narsani yo'qotish haqida. Masalan, men turganmanda kim nima qilib turibdi, boshqa qilib turibdi. Shunchaki hech nimani o'ylamay turish, ishgacha borish, qanchadir muddat boshqa qarorlar qabul qilmaslik. Voy, mana bunday ekan, bunday bo'libdi deb miya fikrlamaslik endi faqat. Endi chuqurroq o'rganib qilib ko'rish kerak endi bari. Keyin mental healthga nima qilgan? Yana bir narsani nima qilgan? Biz tabiatan sovuqqa ham o'rganganmiz va sovuqda yashashgan. Shu narsani biz yo'qotib qo'yganmiz. Issiq kiyimlar kiyib olgan, sovuqdan qochamiz deydi-da. Yoki issiq dushga tushamiz, sovuqqa emas deydi. Sovuq narsa asli bizga kerak tanamiz uchun deyapti. Mental health bo'lish uchun ham, ya'ni aqliy jihatdan sog'lig'imiz bo'lish uchun. Bu bitta odamdan nima qilgan ekan? Kim edi? Sovuq suvga tushish bo'yicha rekord qo'yganmi? Shunaqa bitta odamni podkastlarini eshitgan ekanda. Shu bo'yicha shapkasi bilan keladi, muz vannani sindirib, muzli vanna. Shu muzli nimada eng ko'p o'tirgan nima ekan. Va bu ham shundan keyin motivatsiya qilgan ekan va shu narsani anglab yetgan. Eng muhim suffering, ya'ni azob chekish bu qilmaslikdan keladi ekan aslida. Sovuq suvga tushmaslikdan. Shu narsadan qo'rqishdan, miyada shu narsa shakllanib qoldi. Har safar masalan o'ylab qo'ygandim, miyaga og'riq kelaveradi. Azoblanish. Sovuq suv yomon degan narsa. Bu shundoq borib tushgan, 1-2 minut nima qiladi-yu, o'zi tana ko'nikishi mumkin. Mana sovuq suv 1-2 minut hech nima o'ldirmaydi dedi. Tanaga baribir u tabiatdan ham kerak dedi. Lekin ana u narsa yechiladi keyin miyadagi narsa dedi. Sovuq suvdan odam o'lmaydi ekan. Azoblanish asta-asta yo'qoladi. Shu narsani nima qilganda azoblanish hissini yo'qotish miyada. Shunchaki qilib ko'rish kerak. Va tetiklashtirish boshqa foydalari ham bor. U tomoni endi boshqa foydalari, asosiy miyani aqliy sog'lig'iga ham foyda ekan. Oxirgi ikkitasi qoldi menimcha. About habits. Odatlar bor. Atom odatlar kitobini takrorlagandek bo'ldim, yaxshi keltirgan ekan. Atom odatlarning kuchini qanday ko'rdim deydi. Boya ertalab chiqqan-u, har kuni zalga chiqyapti. Ustozi shunaqa bir mashqlar bergan, juda oddiy narsa bergan. Har kuni shuni qiladi degan. Menimcha ko'p vaqt davom etyapti. Juda yengil mashqlar qilaman deydi, lekin bu masalan 1-2 oydan keyin, 2-3 oydan keyin shunaqa ta'sir ko'rsatdi. O'zimni ancha tetik his qiladigan, o'zimga ishonchim oshgan bo'ldi deyapti. Mayda narsadan boshlab turib qilish kerak, davomiy bo'lish kerak. Habitga aylanganda shu narsani aytayapti-da, impatient with actions. Harakat bilan sabrsiz bo'ling, shunchaki kichkina mashqlar qiling, lekin uzoq muddatda u sabrli bo'ling. Masalan, 1 oyda, 2 oyda bo'lmashi mumkin, 2-3 oy, 5 oy, 6 oyda bo'linishi mumkin. Mana shuni natijasini ko'rasiz deyapti. Bu shuni his qildim deyapti. Shu yengil mashqlar bilan uzoq muddatda o'zini ancha tetik his qilgan. Til o'rganish yoki boshqa narsa o'rganishdan ham shuni nima qilsak bo'ladi. Harakat qilishda sabrsiz bo'lish kerak, natijani sabrli bo'lib kutish kerak. Freedom to freedom from. Bu erkin bo'lish haqida. Erkinlik haqida ko'p gapiramiz-ku. Mana shu narsasi ham ko'p yoqdi menga. Eng yoqqan joylardan biri. Oldin nima degan? Menda freedom to bor edi, nima? Erkin bo'lish, nimadan nimagadir. Masalan, qaror qabul qilish nimaga edi? Nimadir qilishgan. Xohlagan ishimni qilardim men. Nimadir qilishni xohlayapmanmi? Qiladim. Men to'siqmi, boshqami, kim nima deydi, boshqa narsa deb. Asosiy erkinlikni shu narsa deb bilardim. Cheklovlarga qaramay turib nimadir qilish. O'zim xohlayapmanmi, qilish. Yoki kimnidir gapiga qaramasdan qilish. Lekin hozir o'zgargan deydi, freedom from. Ya'ni masalan shu narsalarni ham nima qilyapti bu? Freedom from reaction, reaksiya. Birovning gapiga qarab turib harakat qilmaslik. Yoki nimadir qilish yoki qilmaslik. Yoki masalan nimaga nisbatan being sad deydi. Ya'ni xafa bo'lishdan erkinlik deyapti. Xafa bo'lish ham nima tanlov deyapti-da. Bu siz nimaga xafa bo'lish kerak, boshqa deb shu narsalarni anglab yetib turib hissiyotlarga ham erkinlik beryapti, nima qilyapti? Hissiyotlardan ham erkinlikni olib olyapti. Nimaga men xafa bo'lishim kerak? Boshqa birov nimadir yomon qilsa. Shunchaki vaziyat real sifatida qabul qilib olish kerak deb. Freedom to da qilishlik. O qilmaslik. Qilmaslik u. Oldin nima bo'lsa cheklovga qaramasdan qilardim deydi. Masalan, nimadir ovqat yegim kelyaptimi? Qilam, yeydi shuni. Yoki nimadir yomon deb qaraydigan, jamiyat qaraydigan ishni qilgisi kelyaptimi? Qiladi.
Nafs konkretniy quli degani. Quli bo'lgan. ha. Tushundim. Men o'zim shuni poзволять qila olaman deyish, men buni o'zim poзволять qilmayman. Ha, hozir shu narsaga o'tgan, men jahl chiqmaslikdan freedom qilyapti. Ya'ni men nimaga jahl chiqmaslikka harakat qilyapti. Demak, yaxshi narsalarni yeb olishdan ko'ra yomon narsalarni Qochishga harakat qilyapti hozir. Hozir shunga o'tib olgan. Shu Angri haqida nima qilgan? Chunki bu investor nimadir o'xshamay qolsa, jahl chiqmasligi haqida ko'p nima qilganda. Shunchaki vaziyatga shunchaki qarash, jahl chiqmaslik. Ya vaziyatdan siz situatsiyalardan erkin bo'lishingiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Shunga nima bo'lmas. Shu narsani nima qilgan? Masalan, reality boshqa, masalan, yaxshi yomon emas aslida. Mana biznes o'xshamadimi pul tikkani? Bu butun odam uchun, yer yuzi uchun umuman farqi yo'q. Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Shunchaki bitta vaziyat sodir bo'ldi, bitta voqea sodir bo'lib o'tib ketdi. Yaxshi emas, yomon emas. Buning uchun yomon bo'lib qabul qilyapti. U o'zining ichki qaror bo'lyapti. Lekin shu narsaga qaram bo'lib qolyapti. U yomon deb qabul qilib, o'zi jahli chiqyapti, o'zini stressga tushib, nerv tolalari bo'lyapti, boyagi immun sistemasiga nima qilyapti, shunaqa narsa bo'lyapti-da. Shu narsadan qutulishga harakat qilyapti u. O'zi yomon bo'lmadi, shunchaki sodir bo'ldi deb qabul qilishyapti. Freedom from. Endi odamlarning gapidan emas, umumiy vaziyatlardan, hislardan chiqib ketishga harakat qilyapti. Xafa bo'lmaslik yoki jahli chiqmaslikdan chiqib ketishga harakat qilyapti. Keyin mana buni ham ayting. I don't measure my effectiveness. Men o'zimni samaradorligimni o'lchamayman deydi. Endi ego deyapman. Chunki men o'shaman, ana self discipline bu self punishment deb bo'ladi-da, o'zimni o'zim jazolash. Nimadir qilyaptimi, hozir sizga bu stress olib kelyaptimi, lekin qilishim kerak deb qilish bu sizga punishmentda. Sizga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Shunchaki intizom deb uni qilmang degandek. Men qo'shilmayman. Endi ego jihatdan qaraydi. Chunki yani qoida bor-da. Xohlagan narsangga erishish uchun xohlamagan ishlaringni qilishing kerak-da. Bu yerda menimcha boshqa narsa. O'zing baribir obyektivniy tanlov qila olmaysan. Nima qilishim? I don't believe in self. Lekin shu tomondan ham qaraganda, I don't believe in self measurement. O'zimni baholashga ishonmayman. O'zini o'zi to'g'ri baholashga ishonmayman. Sal chuqurroq kirish kerak ekan. Menimcha shu bilan qilib qoladi. Thank you for your attention.